Tungi bedorlar. Tiriklay ko'milgan yigit. 3-qism. Muallif Olimjon Hayit. Soqchi uni yo'lak bo'ylab turma boshlig'ining kabinetiga olib ketdi. Yirik harflar bilan turma boshlig'i deb yozib qo'yilgan eshikka yaqin borishgach, madalini olib kelgan soqchi epchillik bilan eshikni ochdi va avtomat qo'ndog'i bilan kuragiga turtdi. Kir! Madal ichkariga qadam tashladi. Xona keng edi. O'ng burchakda jildlar saqlanadigan shkaf, chapda kiyim ilgich, oyna oldida esa katta stol bo'lib, ustiga bir necha rang-barang telefon qo'yilgan. O'tir. Bu yerda o'tirgan yerida yoshi 50lardan oshgan, ko'z qarashlari jiddiy, qoshlari qalin erkak. Madali shu odam boshliq ekaniga zarracha shubha qilmadi. Garchi kursda o'ta hushyorlik, o'zgalarga nisbatan ishonchsiz ruhda tarbiyalangan bo'lsa-da, hozirgi vaziyatda ishonmasdan iloji yo'q edi. Chunki eshikdagi yozuvni ko'rgan. Bu kabinetda faqat boshliqqina o'tirishi mumkin. U ko'rsatilgan yerga o'tirdi. "Xo'sh, yigit, ishlar qalay?" so'radi boshliq. Madali uning rus emasligini so'zlash ohangidan darrov sezdi. Qolaversa, ruslarning qoshlari qop-qora, qalin bo'lmaydi. So'raganingizdan beri ancha yaxshi. Jiddiylik bilan javob qildi u. Shunaqami? Obbo seni, ja botir ko'rinasan-a? Men botirlik qilayotganim yo'q. Savolingizga javob berdim xolos. Juda yaxshi. Endi bu yog'iga quloq sol. Boshliq o'rnidan turib, madalining tepasiga keldi va yelkasiga qo'lini qo'ydi. Sening jinoyating shu qadar og'irki, men hech qanaqangi jinoyat sodir etganim yo'q. Boshliqning so'zini bo'ldi Madali. Sen jim o'tirib eshitgin avval. Xullas, jinoyating shu qadar og'irki, 15 yilsiz bu yerlardan chiqib keta olmaysan. O'zing ko'rgandirsan. Senga qarshi barcha dalillar, guvohlarning ko'rsatmalari tayyor. Shundaymi? Hammasi bo'xton. Seningcha shunday, ammo biz uchun bo'xton emas, qonuniy isbotlangan. Mendan nima istaysiz? So'radi Madali toqati toq bo'lib. Kamerangdagi qariya bilan tanishib oldingmi? Shunday desa ham bo'ladi. Xo'sh, senga yoqdimi u? Menga hayotda hech kim yoqmagan. Juda sovuqqon ekansan. Bu yaxshi emas. Agar turmadan tez kunda chiqib ketishni istasang, senga bitta imkoniyat berishim mumkin. Madali hushyor tortib, boshliqning ko'zlariga tik boqdi. Qanaqa imkon? O'sha tepakalning oltinlari qayerga berkitilganini bizga aniqlab berasan. Qanday qilib? Uni turmadan olib qochasan, qisqasi, buning yo'lini o'zing o'ylab top. Shunday qilginki, u seni oltinlar yashirilgan joyga yetaklab borsin. Bizning odamlar esa orqalaringdan kuzatib borishadi. Shu ishni uddalay olsang, o'sha daqiqadan ozodman deb hisoblayver. Bu haqiqatdan juda katta imkoniyat edi. Axir shahardagi aloqa qutisiga allaqachon topshiriq bitilgan maktub kelib tushgandir. Madali esa hali ham turmada o'tiribdi. Men roziman, dedi u hayajoni ortib. Faqat so'zingizda tursangiz bas. Men 200lamachilikni yomon ko'raman. Endi eshit, ertalab soat 5larda maxsus mashinada tuzlangan karam ortilgan bochkalar olib kelinadi. O'shalarning ikkitasi atayin bo'sh qoldiriladi. U yog'i tushunarlidir? Soqchilarchi? Ular bilan ishing bo'lmasin. Sen ertalabgacha qariyani ko'ndirish payda bo'l. Tushundim. Endi boraverishing mumkin. Soqchi? Ostonada paydo bo'lgan soqchiga boshliq olib ket ishorasini qildi. Madali kamera tomon shoshilmasdan ketib borarkan, xayolan tepakal bilan qanday gaplashish yo'llarini o'ylardi. Kursda o'zlashtirgan mashg'ulotlarini esga olish vaqti yetdi. Madali har bir darsni birma-bir xotirasiga tushirib, nihoyat kompyuter qarshisida o'tkazgan onlarini ko'z oldiga keltirdi. Sen nafaqat kompyuterni, hatto o'zingni ham yolg'onlaringga ishontira olishing lozim, deya tayinlagan edi muallima ayol o'shanda. O'shanda ko'zlagan maqsadingga osonlikcha yetasan, dushmanni tormor qilasan. Madali yo'l-yo'lakay qanday yo'l tutish rejalari haqida bosh qotirib, kameraga kirib bordi. Tepakal mahbus hamon karavotga cho'zilib yotganicha sigareta tutatardi. Madalining kirib kelganini ko'rib, yotgan yerida kulib qo'ydi. Ha, boshliq adabingni berdimi deyman? So'radi u sigaretani cho'zib tortib. U yer bu yering ko'karmabdi ham,
odatda ulush olishi kerak bo'lganlarni boshliqning huzuriga olib kirishardi. Ablahlar. So'kindi Madali qovog'ini uyib. Pullarni topib berishimni talab qilishyapti. Qaysi pullarni? Qaysini bo'lardi? Bankdan olib chiqib ketgan pullarimni-da. Ha, shunaqami? Tepakal shoshilmay o'rnidan turib o'tirdi. Men ham dastlabki kunlarda holi jonimga qo'yishmagandi. 2 marta kvartiraga ham kirib chiqdim. Oltinlarni topib qo'limizga topshirasan deydi. Xo'sh, ahmoq bo'libmanmi topshirib? Yaxshisi katta pulga sotaman-da, bu yerdan yarmini berib bo'lsa ham chiqib ketishga harakat qilaman. Turmadan pul berib chiqib ketmoqchimisiz? Madali negadir qariyani sizlashga o'tgandi. Buni o'zi ham endigina payqadi-yu, indamadi. Ovora bo'lasiz. Bular siz bilan mendan o'lib qolsa ham pul olishmaydi. G'ursan-da hali bola, dedi Tepakal. Meni Timofey deb qo'yishibdi. Qishlog'imdagilar Tima deb chaqirishardi. Bundaylarni ko'raverib pishib ketganmiz, ha. Menga qarang, Tima amaki, dedi Madali ehtiyot shart eshik tomonga ko'z tashlab olgach. Uning amaki deb chaqirishi qariyaga yoqib tushdi shekilli, tabassum paydo qilib karavotdan pastga tushdi. Nima deysan, jiyan? Bir gap aytsam, hech kimga go'llab qo'ymaysizmi? Meni Tima deb qo'yibdi, xafa qilmagin. Bo'pti, uzr. Xullas, siz bilan kelishib oladigan bir ish bor edi. Albatta, rozi bo'lishga so'z bersangizgina aytaman. Qani ayt, yuragimni siqaverma sen ham. Madali ovozini pasaytirib so'z boshladi. Mana, o'zingiz o'ylab ko'ring, menda katta pul, sizda esa oltin bor, shundaymi? Xo'sh, keling, o'sha oltinlaringizni men sotib olaman. Sotib olaman? Puling yetarmikin sotib olishga? Nega yetmas ekan? Axir bilmaysiz-ku qancha pulim borligini. Yaxshisi narxini ayting. Qariya bir muddat o'ylanib turgach, yelka qisdi. Oltinlarim ko'p, taxminan 100 ming ko'kiga tortadi. Madali bu gapni eshitib kulib yubordi. Hozir u o'zini shunday tuta boshlagandiki, puli ko'pligiga o'zi ham qattiq ishonib yuborayotgandek edi. Juda oz-ku, dedi nihoyat kulishdan to'xtab. Men 1 milliondan kelasizmi deb o'ylovdim. Nima? 1 million? Hali shuncha pulni o'marganmiding? Siz nima deb o'ylovdingiz? Meni bekordan bekorga shuncha yilga kesishmagandir? Qoyil, silkinib kuldi qariya. Yosh bo'lsang ham balo ekansan. Mayli endi, yoshimni hurmat qilsang, picha qo'shib berarsan-a? Ha, qo'shib beraman, faqat aytganimdan chiqmaysiz. Hozircha, ta'kidlab qo'ydi qariya. Oramiz ochiq bo'lgandan keyin. U yog'ini o'zim ham bilaman. Unda bugun tiniqib uxlaymiz. Ertalab soat 5larga yaqin soqchilar bizni ombor yaqiniga olib borishadi. U yerdan tuzlangan karam olib kelgan mashinaga o'tirib juftakni rostlaymiz. Faqat bilib qo'ying, mabodo aldashni ixtiyor etgan bo'lsangiz kechirmayman. Unaqa odatim yo'q, yigit, lekin bir narsani tushunmay turibman. Kim bilan qochishga kelishib qo'ya qolding darrov? Bunisi mening ishim. Tushunarli, boshqa savol bermayman. Suhbat shu bilan yakun topdi. Madali qariyaga e'tibor ham qilmay, navbatdagi rejalarni xayolan tuza boshladi. Uning birdan bir maqsadi turma boshlig'i aytgan ishni bajarish-u, mana shu sassiq kameralarga qaytmasdan xizmatni davom ettirishdangina iborat edi. Madali tunni ko'z yummasdan o'tkazdi. Aksiga olgandek, o'ng ko'ksining pastrog'i qur-qur sanchir. Ana shu og'riq uning bemalol rejalar tuzib olishiga xalal berardi. Itdan tarqaganlar, so'kindi u alam bilan xurrak otayotgan Tepakal tomon nazar tashlab. Mana bunaqalarga baribir. Ustidan poyezd o'tib ketsa ham balo urmaydi. Menchi, nega kursda o'qib yurgan kezlarimda qancha kaltak yemay jonim buncha og'rimasdi-yu, hozir og'riy boshladi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Ish qilib jigarni ezib qo'shmagan bo'lsa bas. Soat chorakam 5ga bong ura boshlaganida soqchi ortiqcha tovushlarsiz kamera eshigini ochdi. Sherikni ham uyg'otib tashqariga chiqing, buyurdi u. Omborda kutishyapti sizlarni. Madali oyog'i bilan turta Tepakalni o'rnidan turg'azdi. Ikkovi ham kerakli narsalarni apil-tapil qo'ltiqlariga qisdi-da, tashqariga yo'l oldi.
Rostdan ham ombor qarshisida yuk mashinasi turar. Bortiga 10 tacha bochka yuklangandi. Hov, ichkaridagi 2 bochkaga tushib, ustlaringdan qopoqlarni yaxshilab yopinglar, tushuntirdi haydovchi. Shaharga yaqin qolganda to'xtayman, o'sha yerda tushasizlar. Madali avval qariyani bir amallab bochkaga joylashtirdi va qopqoqni yopdi. O'zi esa sira qiynalmasdan bochkaga kirib oldi. Qopqoq yopilganidan so'ng nafas olish ancha og'ir edi. Biroq kursda o'zlashtirgan mashg'ulotlar xayoliga kelgach, yopiq sharoitda ham o'ziga kerakli kislorodni qabul qilib olish imkonini topdi. Ya'ni bochkaning sezilar-sezilmas tirqishlariga og'zini to'g'rilab oldi. Mashinadan chayqala ketib borarkan, Madali faqat va faqat shahardagi maxfiy aloqa qutisi, unda noma'lum shaxslar qoldirib ketgan xat haqida o'ylar, turmadan eson-omon qutulib chiqqaniga shukronalar keltirardi. Turma boshlig'i qo'ygan shart esa unga arzimas bir yumushdek tuyulardi. Shuncha vaqt tahsil olib, qancha sinovlarni, azoblarni boshimdan kechirib, qayoqdagi bir tepakalning ixtiyoridagi oltinlarni olib qo'ya olmaymanmi? O'ylardi u bochka tirqishdan to'yib nafas olishga intilib. Bu ish nari borsa 2 soat vaqtimni egallaydi. Undan so'ng zudlikda shaharga qaytishim va o'z ishim bilan mashg'ul bo'lishim kerak. Mashina 1 soatlar chamasi yo'l yurgach, birdan to'xtadi. Qani, chiqinglar bochkadan. Buyurdi haydovchi pastdan turib. O'lib qolmadinglarmi? Birinchi bo'lib bochkadan Madali chiqdi. Semizligi tufayli qariya o'z kuchi bilan chiqib keta olmasdi. Unga ham ko'maklashib yubordi. Ular to'xtagan joy shaharga kiraverishdagi bir qishloq edi. Bizning ketimizdan soqchilar kuzatib kelishlari kerak edi-ku. Haydovchini bir chetga tortib quloqiga shivirlardi Madali. Negadir ko'rinishmayapti, tinchlikmikan? Sen shoshilma, dedi haydovchi sovuq tirjayib. Turma boshlig'i sen o'ylaganchalik ahmoq emas. Kerak bo'lganingni o'zlari topib olishadi. Hozircha o'ylab qadamingni bosaver. Haydovchi jo'nab ketdi. 2 mahbus esa bir muddat nima qilishni bilmay turib qolishdi. Xo'sh, qayerda oltinlaring? Toqati toq bo'lgan Madali qariyani turtdi. Nega qoqqon qoziqdek qotib qolding? Ko'rsat, boshla. Namuncha hovliqasan? Jerkib berdi qariya. Yana 5 daqiqa shu yerda kutamiz. Nega? O'shanda bilasan. Madali qo'l siltab nari ketdi. Qishloq ko'chasi boshida anhor oqib o'tgan ekan. Muzdek suvda yuz-ko'zlarini chaygan bo'ldi. Ana kelishyapti. Qichqirdi qariya uzoqdan katta tezlikda yaqinlashib kelayotgan qizil mashinani ko'rsatib. Biznikilar kelishyapti. Madali birdan hushyor tortdi. Bu nimasi? So'radi qariyaga tik boqib. Qanaqasiga biznikilar bo'ladi axir? Hech kim bilmaydi-ku bizning turmadan qochganimizni. Nega endi bilmas ekan? Bilishadi. Mening odamlarim bilishadi. Qanaqa odamlar? Tepakal kutilmagan harakat bilan Madalining yoqasidan bo'g'di. Men seni kameraga kirib ketayotganingda yoq tanigandim. O'shqirdi yigitning bo'ynini mahkamroq bo'g'ib. Kimligingni saroyimga borganingdan keyin bilasan. Bu orada qip-qizil Mercedes ularning ro'parasiga kelib to'xtadi va undan 2 nafar barvasta rus yigiti tushib keldi. Yigitlarning biri qariya bilan bosh irg'ib salomlashgan bo'ldi-da, Madalining orqasiga tepdi. Yo'q. Uni to'xtatdi qariya. Shoshilma. Oldin saroyga olib boraylik, keyin uraverasanlar. Madali istasa, uchalasini ham bir yoqlik qilardi, ammo bir narsa, qariyaning aslida kim ekani u og'iz ko'pirtirib aytayotgan saroy qiziqtirib qolgandi. Shu sababli o'zini hushdan ketganga solib, yigitlarni mashinaga ko'tarib o'tkazishlariga majbur qildi. Orqa o'rindiqqa o'tkazayotib, ikkovi galma-gal bir mushtdan tushirdi. Bu mushlar kursdagilarga nisbatan biroz kuchliroq edi, ammo chidadi. Noma'lum sirli makonlarga yetib olish, u yerdagi tilsimlardan voqif bo'lish umidi unga kuch, matonat hadya etdi. Mashina katta tezlikda yarim soatcha yo'l bosdi. Qariya ham, yigitlar ham jim ketib borishar. 2 yigit Madalini boshidan bosib olgani sabab qaysi yo'l bo'ylab qayerga ketayotganliklarini ko'rishga umuman imkoni yo'q edi. Nihoyat ular qayergadir yetganda to'xtashdi. Yigitlar epchillik bilan Madalini pastga sudrab tushdilar. Mashina kelib to'xtagan joy 2 yoni daraxtzor bir qishloq ko'chasi edi.
Shundoqqina ro'paradagi darvoza lang ochiq. Darvoza qarshisida katta bir ovcharka qariyaga dumnilik kelayotganicha qarab turardi. "Iye, asalim, kelmaysanmi?" kuldi qariya itga yaqin borib. It yugurib keldi-da, unga bir-ikki suykalgan bo'lib, Madali tomon chopdi va irillay boshladi. "Yo'q, bas qil." Itni tinchlantirdi qariya. "Irillashingga hali erta. Qani Misha, bu ablahni ichkariga olib kiringlar." Yigitlar Madalini hovliga sudrab olib kirishdi. "Hozircha uni omborga qamab qo'yinglar", buyurdi qariya. "Sal nafasni rostlab olaylik, ana undan keyin gaplashaveramiz." Oradan yarim soatcha vaqt o'tib, Madali qamab qo'yilgan ombor eshigi ochilib, ichkariga 4 nafar barvasta yigitlar kirishdi. Barchalari qo'llarida uzunligi yarim metrlar keladigan temir ushlab olganini ko'rgan Madali ko'ngli g'ash tortib, sekin o'rnidan turdi. Sezdi, bu nusxalar shunchaki kirishmagan. Hozir o'rtada mushtlashuv boshlanadi. Uni sindirishga urinishadi. Ammo nima sababdan? Nahotki bular haqiqatan Madalining puli ko'p-u, shu pullarni kuch ishlatish yo'li bilan olib qo'yishga urinayotgan bo'lsa? Nahotki tepakal o'z so'zidan qaytsa? Umuman kim o'zi bu qariya? Nima uchun hamma unga ta'zimda? "Senlarni aldashibdi", dedi Madali o'ziga tobora yaqinlashib kelayotgan yigitlarga. "Menda hech qanaqangi pul yo'q. Shuning uchun o'zlaringni qiynamanglar, aks holda joningga jabr bo'ladi." Yigitlar bu gapni eshitib baravariga kulib yuborishdi. "O'zingni shunchalik zo'rman deb hisoblaganmiding, Misha?" deya gap boshladi oldidagi mo'ylovli rus yigit. "Yo'q, sendan ko'ra biz zo'roq chiqib qoldik." "Misha?" Madali hayron bo'lib qarshisida tish qayrab turgan yigitlarga bir nazar tashladi. "Qanaqa Misha? Mening ismim unday emas." "Shunaqami?" so'radi orqaroqda turgan yigit. "Haliyam esing kirmadimi? Mana senga." U shu qadar tez yaqinlashib Madaliga zarba berdiki, sal bo'lmasa chap berishga ulgurmay qolay dedi. "Voy iflosi, qani josusligingni bir namoyon etchi sotqin." Unga sheriklari ham qo'shilishdi. Endi Madali astoydil himoyalanmasa bo'lmasdi. Avvaliga qarshisidagi mo'ylovlining uyqu tomiriga zarba yo'lladi. U yiqildi-yu, ammo negadir sapchib o'rnidan turib ketdi. Zarba yaxshi chiqmadi shekilli. Ko'nglidan o'tkazdi Madali va boshqalarning temirga chap bergan ko'yi yana bir marotaba zarba berdi. Afsus, bu gal ham hushidan ketkiza olmadi. Baxtga qarshi yigitlar temirni aynan Madalining chap ko'ksiga yo'llashar. Shunda ham og'rib turgan tana kuchli zarbalardan yanada qattiqroq og'rirdi. Bu safar Madali rostakamiga kaltak yedi. Ko'pchilik bo'lishgani uchunmi yo boshqa sababdanmi, qancha urinmasin, baribir temir tutgan qo'llar ustun kelib, uni oxir oqibat yerga qulatdi. Ayniqsa oyog'iga ketma-ket 5-6 marta kelib tushgan temir zarbalari jonini sug'urib olay dedi. Mana u ignalar bilan yirtilgan yeringni tikib ol." Mo'ylovli yigit allaqachon hushini yo'qotib, cho'zilganicha yotgan Madalining oldiga igna va qora ip tashladi-yu, sheriklarini boshlab tashqariga chiqib ketdi. U qancha vaqt hushsiz yotganini ham eslay olmasdi. Ko'zlarini ochganida xona ichi qop-qorong'u, chap ko'ksidan pastrog'i, chap oyog'ida paydo bo'lgan og'riqqa chidashning iloji yo'q edi. Madali o'zini sal o'nglab olgach, ruhan og'riqlardan ustun kelib, sekin o'rnidan qo'zg'aldi. Biroq oyoqdagi og'riq baribir tek turishga qo'ymay o'tirib qoldi. Sekin o'sha joyni paypaslab ko'rdi. Panja yirtilib ketgan. Go'sht ochilib qolgan yer 7-8 santimetrcha kelardi. Shu topda qo'liga igna va ip ilinib, ko'zlari salgina ochilgandek bo'ldi. Ifloslar. So'kindi qorong'ilikda tavakkaliga ignaga ip o'tkazayotib. Sal bo'lmasa o'ldirib qo'yishi yozdi. Meni qaysi Mishaga o'xshatishdi o'zi? Kim o'sha Misha? To'xta. Madali nimadir esiga tushgandek bir muddat o'yga toldi. Menga "Seni Mixail Salayevsan" deyishgandi bir kuni. Kim ekan aslida Mixail Salayev? Nega menga bunday ism berishdi? Ha, mayli, buni baribir aniqlayman. Shu yerdan omon eson chiqib olsam, albatta aniqlayman. 4 qavat qilib ignaga o'tkazilgan ip tayyor bo'lgach, avvaliga ignani paypaslab tekshirib olgan bo'ldi. Ha, zararsizlantirilgan, zahri yo'q. Demak, bemalol qo'rqmasdan tikaversa bo'ladi.
Madal ehtiyotkorlik bilan yirtilib ketgan tanasiga ko'zlarini chirt yumgancha igna sanchdi. Yo'q, unchalik og'riq sezmadi, balki og'rib turgan teri ignani sezmagandir. Nima bo'lganida ham yarim soatcha urinib, yirtilgan joyini tikib olishga muyassar bo'ldi. Faqat chap ko'ksidan pastroqdagi og'riqni bosishning sira iloji yo'q edi. Kechga yaqin ikki yigit qo'llarida yana temir bilan kirib kelishdi, lekin hujum qilishmadi. "O'rningizdan turib bizning ortimizdan yurar ekansiz", dedi ularning biri muloyimlik bilan. "Qayerga?" atayin talmovsirab so'radi Madali. "Shef huzuriga." "Shef? Anavi tepakal sheflaringmi? Kirgandan keyin bilib olaverasiz." Madalini o'rtaga olgancha ular 2 qavatli hashamatli uyning yuqori qavatiga olib chiqishdi. Uy ichi naq ko'rshonaning o'zi edi. Madali dunyoga kelib bu qadar chiroyli gilamlarni, devorlardagi rang-barang naqshlarni, teleradio uskunalari u ko'zni qamashtiruvchi telefonlarni ko'rmagandi. Garchi ko'zlari yashnab ketayotgan bo'lsa-da, sirboy bermay ko'rsatilganidek navbatdagi xonaga qadam qo'ydi. U yerda taxmin qilganiday tepakal telefon orqali kim bilandir gaplashib o'tirar. Ikki yonboshida qaddini g'oz tutganicha qotib turgan soqchilar buyruq kutishardi. Tepakal Madalini ko'rib, shosha-pisha go'shakni joyiga qo'ydi. Keyin soqchilardan birining qulog'iga nimalardir deya pichirlagandi, u yugurib tashqariga chiqib ketdi. "Xo'sh, Misha, qalaysan endi?" Qariya sekin Madaliga yaqin keldi-da, yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Voy bu, yigitlar seni rosa dabdala qilib tashlashibdi-ku. Qara, ko'karmagan joying deyarli qolmabdi. Chap oyog'ingni ham bog'lab olibsan. Nima, sindimi?" "Senga nima?" g'o'drandi Madali. "Iye, bu nima deganing? Axir nima bo'lganda ham ko'p yillik qadrdonimsan. Achinaman-da." "Qanaqa ko'p yillik? Men senga hech qachon qadrdon bo'lmaganman." "Shunaqami?" Kuldi tepagal va kutilmaganda ovozining boricha baqirib yubordi. "Mana endi bo'lasan qadrdon, bildingmi? Nima, katta pulni yashirdim, endi qochib qolsam bo'laveradi deb o'ylaganmiding? Meni topa olmaydi, go'l deb xayol qilganmiding? Chuchvarani xom sanabsan, topdim-ku. Ustalik bilan qo'lga tushirdim-ku. Vey, tag'in uyalmasdan meni tanimaganga olib o'tiribsan. Nahotki vijdoning qiynalmagan bo'lsa?" "Menga qara, qariya", dedi Madali o'zini bosishga urinib. "Sen meni kimgadir o'xshatayapsan shekilli. Men axir seni umuman tanimayman." "Tanimayman deysanmi? Nima balo? O'sha josuslik tashkilotingdagilar uraverib, xotirangdan ham ayirib qo'yishdimi?" "To'g'ri qilishgan, chunki sen ularga ham xoinlik qilgansan. To'g'rimi, yo'qmi?" Madali o'ylab o'yining oxiriga yeta olmasdi. Qariyaning so'zlarini tinglab turardi-yu, biroq xayolan nimalar bo'layotganini tahlil etishga urinar, o'zining aslida kim ekanini, kimga aylanganini aniqlashga harakat qilardi. Afsuski, kalavaning uchi sira topilmasdi. "Pullar qayerda?" so'radi qariya dag'dag'a bilan. "Nega indamaysan? Pullar qani deyapman." "Qanaqa pullar? Menda hech qanaqangi pul yo'q." "Pul yo'q degin? Yaxshi, hozir aniqlaymiz." Shu payt xonaga soqchilardan biri kirib, eshikni kattaroq ochdi va o'zi bir chetga o'tib turdi. Madali beixtiyor ortga o'girilgan ham ediki, kulimsirabgina ichkariga qadam qo'ygan Marusiyaga ko'zi tushdi. "Sen?" deb yubordi to'satdan. "Ha, men", javob qildi Marusiya. "Xayriyat, meni taniding?" "Ha", gapga aralashdi qariya. "Seni haqiqatdan tanidi bu go'rso'xta, lekin bizni tanimayapti haliyam. O'z sheriklarini tanimagani yetmagandek, pullarning qayerdaligini ham eslay olmayapti chog'i." "Otaxon, dabdurustdan pul talab qilmang-da", dedi Marusiya Madaliga boshdan oyoq razm solib qararkan. "Sal o'ziga kelib olsin, istirohat qilsin, ana undan keyin pul haqida gapirsangiz yarashadi." "Misha", Madaliga yuzlandi qariya. "O'sha josuslik tashkilotingda Marusiya bilan birga ishlaganingni eslay olasanmi?" "Nima? Marusiya bilan? Negadir eslay olmayapman." Qariya kulib yubordi. "Ha, seni yomon qiynab yuborishibdi o'sha boshliqlaring. Ammo bizni ham aybimiz bor bunda.
Seni ulardan ilgari qo'lga tushira olmadik. Mayli, bu yog'iga endi pishiqroq bo'lamiz, to'g'rimi, Marusa? Albatta, endi Mishanni hech qachon qo'ldan chiqarmasligimiz kerak. Madala ayolga zimdan razm solib turdi-da, birdan miyasini demak, bu ham bizning tashkilotdan ekan-da degan xayol yashindek tepib o'tdi. Ha, o'ylab qoldi u. Bundan chiqdi, Marusa ham bizga, ham manavi qariyaga xizmat qiladi. Men-chi? Yo'q. Men bu fohisha bilan to'shakdagina yaqindan tanishganman xolos. Aniqlashim kerak. Nimalar bo'layotganini ustalik bilan aniqlab olishim zarur. Xo'sh, nimadan boshlay, nima qilsam ko'zlagan maqsadimga yetaman? Ha, topdim. Bugun qariyadan Marusa bilan birga bo'lishimga ruxsat berishni so'rab ko'raman. Bundan qulayi yo'q. Agar shunga erisha olsam, fohisha hammasini oqizmay-tomizmay menga aytib beradi. Aytmay ham ko'rsin-chi. Qariya, Marusa to'g'ri aytayapti, dedi Madala birdan bir pastlik sukutdan so'ng. Og'riqqa chidab bo'lmayapti. Bugun u menga malhamlar qo'yib, sal o'zimga keltirsin. Qolgan gaplarni ertaga gaplashaveraylik. Ishonsam bo'ladimi? Ayolga ma'noli ko'z qisib so'radi qariya. Ha, juda ma'qul gap. Mayli, yigitlarim seni rostdan ham qiynab yuborishibdi. Buguncha damingni ol, aysh qil. Bilasan-ku, Marusa uncha-muncha erkakning jonini kiritib yuboradigan ayol. Ertalabgacha pullarni qayerga berkitganing ham ma'lum bo'ladi. Boringlar, Marusa, uni o'zingning xonangga olib kir. Madala oqsoqlangan ko'ya ayolning ortidan ergashdi. Tepakal esa qaytadan joyiga o'tirib, turma boshlig'iga minnatdorchilik bildirib qo'yish niyatida telefon go'shagini qo'liga oldi. Yo'q, to'xta. Marusa hovliga chiqqach, qarshisidan kelayotgan soqchini o'tkazib yubordi-da, Madalaning bilagidan tutdi. Bu yerda qola olmaymiz. Menikiga boramiz. Nega? So'radi Madala atayin. Senga aytadigan gaplarim bor. Shu yerda kutib tur, men qariyani ko'ndirishga urinib ko'raman. Marusa orqaga yugurganicha tepakalning xonasiga kirib ketdi. Oradan 2-3 daqiqa o'tib qaytib chiqdi. Bular yana bir o'yinni o'ylab topishayotganga o'xshaydi. Xayolidan o'tkazdi Madala. Yo'q, endi meni qo'lga tushirib bo'psanlar. O'zlaring hushyor tortirib qo'ydilaringmi? Bu yog'iga o'ylab qadam bosadigan bo'ldim. Mana bu manjalaqini ham suv yuziga chiqaraman. Shoshmay tursin, kimligini, maqsadini aytmaguncha qo'ymayman. Mana bo'ldi, dedi Marusa kulimsirab. Qariya ko'ndi. Qani ketdik. Tashqarida mashina kutib turibdi. Menga qara. Nega oqsayapsan, ha? Oyog'ing shunchalik yomon og'riyaptimi? Hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Qo'l siltab qo'ydi Madala ayolning orqasidan ergashib. Yaxshisi, tezroq senikiga boraylik. Odam quturib ketdi juda. Ko'ngillari yana nimani istaydi? Erkalanib Madalaning qo'ltig'iga kirdi Marusa. Mashina yo'lga tushdi. Biroq orqalaridan boshqa mashina ham izma-iz ketib borardi. Madala kuzatishayotganini aniq sezib turgan bo'lsa-da, atayin Marusadan so'rab qo'ydi. Orqadagilarga nima bo'lgan? Dumga o'xshab ergashib kelishyapti-ya. E'tibor qilma, o'qtirgan bo'ldi ayol. Bularda qoida shunaqa. Uygacha kuzatib borishlari tayinlangan. Undan ko'ra meni qattiqroq qo'ch, sog'inganman axir. Itdan tarqagan-ey, o'yladi Madala Marusaga zimdan razm solib. Turmaga, qariyaga qo'ng'iroq qilib, meni og'ir kunlarga qo'yganini bilmaydi deb o'ylaydi shekilli. Hali qarab turgan, oyoqlarimga bosh urdirmasam, otimni boshqa qo'yaman. Mashina yarim soat deganda Marusaning kvartirasi ro'parasiga kelib to'xtadi. Orqadagi mashina esa tezgina o'tib ketdi. Bu gal aroq, mayda-chuyda sotib olishing shart emas. Kuldi Marusa ichkariga kirishgach, Madalani avaylab yechintirarkan. Bugun sen mening aziz mehmonim bo'lasan. Qolaversa, kelgusida qilinadigan ishlar haqida gaplashib olamiz. Sen rostdan ham razvedkada xizmat qilasanmi? Toqati toq bo'lib so'ray boshladi Madala. Faqat to'g'risini ayt. Hali bu haqda bilishingga erta. Yaxshisi, o'zingning ilgari kim bo'lganingni eslashga harakat qilib ko'r. Men hech narsani eslay olmayman. Yolg'ondan gap boshladi Madala. Shunday yo'l tutish ma'qulroq ekanini mashinada o'tirgan mahal obdon o'ylab olgandi. Nega eslay olmaysan?
so'radi Marusiya. Biror gap bo'lganmidi o'shanda? Qachon? Nima desam ekan, bankni o'margan paytingda. Bu gaplardan so'ng Madala qaytadan xayolga toldi. Pul, bank, sotqinlik. Bundan chiqdi, kimdir bu bosqinchilarni chuv tushirib ketgan. To'xta. Qariya boya razvedka tashkiloti haqida gapirgandi. Demak, o'sha odam razvedkaga aloqador bo'lgan. Lekin bu yerda Madalaning nima aloqasi bor? Madala Marusiyani qo'yib yubordi-da, sekin ko'zgu qarshisiga borib to'xtadi. Ha, ko'rinishi xuddi Rusning o'zi. Sira shubha yo'q. Nahotki o'sha sotqinga o'xshasa? Nega? Bu tasodifmi yo oldindan o'ylab topilgan o'yinmi? Yaxshisi, mana va ayoldan surishtirib biladi. O'shanda balki kelgusi rejalarini ham oydinlashtirar. Bankni qachon o'marganman o'zi? So'radi Madala. Bu ham esingda yo'qmi? O'lay agar hech nimani eslay olmayapman. Nega? Bilmadim. Es bilaman. Men o'rmon ichkarisida 10 chog'li erkak o'rab oldi. Rosa kaltaklashdi. Hushimdan ketganimni aniq bilaman. Undan keyin esa shifoxonada o'zimga keldim. Ming afsus, o'shandan beri o'zimning kim ekanligimni eslay olmayapman. Go'yo tirik murdadek ko'cha kezardim xolos. Shunaqa degin. Uf tortib Madalaga yaqin keldi Marusiya. Yaxshi ish bo'lmabdi. Aniq seni razvedka tashkilotchilari kaltaklashgan. Nega endi? Sen axir qariyaga xizmat qilarding. Boshliqlar ikkalamizni ham uning ortidan tushishga, boyliklarini davlat hisobiga olishga, o'zini esa jinoiy javobgarlikka tortishlari uchun tutib berishimizni istashgan. Shu maqsadda bizni ularning orasiga qo'shib qo'yishgandi. Biz esa pulning ortidan quvib, asosiy ishimizni unutib qo'ydik. Unda seni nega shu vaqtgacha tuta olishmadi? Men chap berib yuribman, bilaman, baribir izimdan allaqachon tushgan. Biroq men ham osongina jon berib qo'yadiganlardan emasman. Faqat pulni debmi? Bo'lmasa nimani? Axir bu dunyoda nima uchun yashayapmiz? Pul uchun emasmi? Mana bunisi juda ko'ngildagi gaplar bo'ldi. O'yladi o'zicha Madala. Qara, hamkasbim bilan bir to'shakda yotib yuraveribman-u, hech vaqoni bilmabman. Qo'ynimdagi ilonni sezmabman. Yo'q, endi hammasi ayon. Bu yog'iga o'zimni o'sha sotqin yigit qiyofasida deb bilaman va harakatni davom ettiraveraman. Boshliqlar adashmaydi. Meni maxsus operatsiya qilib, mana shu bosqinchilar ortidan qo'yishgan bo'lsa ajab emas. Bo'sh kelma Madala. Yo'q, Madala emas, Mixail Salayev. Sen endi albatta g'olib bo'lasan. Madala to'satdan chap ko'ksini changallab kursiga o'tirib qoldi. Marusiya esa xavotiri oshib, darhol tinchlantiruvchi dori topib uning qo'liga tutqazdi. Ichib ol, og'riqni qoldiradi bu. Madala dorini olishga oldi-yu, ichmadi. Chunki u Marusiyaga nisbatan ishonchini yo'qotib bo'lgandi. Chap ko'ksi Madaliga tuni bilan azob berib chiqdi. Og'riqdan ustun kelib bo'lmasdi. Ayolning og'ushi ham dardini unutishga yordam bera olmadi. Yarim tunda bir burchakka berkitib qo'ygan dorini ichishga majbur bo'ldi. Shundan keyingina yarim soatlar chamasi vaqt o'tib, og'riq pasaydi va uxlab qoldi. Sendan bir iltimosim bor, dedi u erta tongda Marusiyani turtib. Nima iltimos, jonim? Uyqu to'la ko'zlarini ishqalay Madalaning ko'ksiga bosh qo'yib so'radi ayol. Ichking kelyaptimi? Qanaqa ichish? Men bir joyga borib kelishim zarur, lekin anavi shotirlardan qo'rqyapman. Kuzatib yurishlari tayin. To'g'ri, kuzatishadi. Xo'sh, nima ish? Qayerga bormoqchisan? Mendan ham yarashirasanmi? Madala o'ylanib qoldi. Nima qilsin, aytsinmi? Axir eng yaqin do'stiga ham aytib bo'lmaydi bu sirni. Aytsa-yu, bu ayol to'ppa-to'g'ri qariyaga qo'ng'iroq qilsa-chi? Qo'ng'iroq qilishi aniq, chunki o'zi kecha sezdirib qo'ydi. Uni faqat pul qiziqtiradi. Senga ham aytib bo'lmaydi, dedi nihoyat bir qarorga kelib. Bu mening shaxsiy hayotimga oid. Hoy, josusda shaxsiy hayot nima qiladi? O'rnidan turib ketdi Marusiya. Sen ko'rgan narsalarni men ham ko'rganman, aytaver, sotish yo'q. Sotasan, sendaqalarning ko'pini ko'rganman. Mabodo sotmasam-chi? Dorixonaga borishim kerak, ko'rding-ku. Tuni bilan og'riqqa chida olmay to'lg'onib chiqdim. Men hech nimani ko'rganim yo'q, uxlaganman.
Uxlaganmish, to'ng'illab qo'ydi Madali. Holi jonimga qo'ymasdan yopishgan u. Uxlaganman deydi-ya. Sog'ingandim axir. Madalining bo'yniga osildi Marusia. Bo'pti. Hozircha qo'lingni tortib tur. Men dorixonaga bormasam bo'lmaydi. Sen ularni chalg'itib turishing kerak. Buni oson deysanmi? Chalg'itib emish. Bilasanmi ular kim? Butun boshli mafiya-ku. Sen bilan menga o'xshagan josuslarning ustasini bitta qarmoq bilan ilintira olishadi. Bo'lmasa nima qilay? Jonim og'risa ham o'tiraveraymi? Tavakkal qil. Chalg'itish kerakmi? O'zing o'ylab top yo'lini axir. Bunaqangi ishlarning ustasi farangsan-ku. Menga qara, Marusia. Ayolning yelkalaridan tutib o'ziga qaratdi Madali. Sen menga ishonasanmi? Xo'sh, ishondim ham deylik, nima bo'pti? O'sha pullarga ikkovimiz ega chiqishimizni istaysanmi? Qo'l siltab qo'ydi u. Sen Simani bilmaysan. Butun ittifoq bo'ylab kazolardan tanishlari bor. Ular bir tovoqdan osh yeyishadi. Yo'q, sen bu gaplarni unut, befoyda. Kel, o'zing aytgandek tavakkal qilib ko'ramiz. Zora omadimiz chopsa. U yoqdagi ishlarchi? O'ylab ko'r, bugunmi ertami? Ikkalamizni ham baribir tutib olishlari mumkin. Undan keyin bu yorug' dunyoni qaytib ko'rmaysan. Kel, oldini olamiz. Agar tez orada Timani bir yoqlik qilsak, kunimiz tug'adi. Qolganlari nima bo'pti? O'zing bilasan. Mabodo shu ishni uddalashingga qattiq ishonayotgan bo'lsang, bilginki, men hamisha yoningdaman. Faqat sotishni xayolingga keltira ko'rma. So'z beraman, endi seni sotmayman. Madali uchun shu gaplarning o'zi kifoya bo'ldi. U eng avvalo qarshisidagi ana shu qitmir va xavfli ayolni qo'lga olishi shart edi. Chunki davlatning muhim vazifasini ado etish uchun yollanganiga shubhasi yo'q. Bu yo'lda esa har qanday xavf-xatarning oldini olish kerak bo'ladi. U dorixonaga chiqib kelishini yana bir bor Marusiyaga eslatib qo'ydi-yu, boshqa kiyimlar kiyib tashqariga yo'l oldi. Lekin kelishganidek yarim soat ichida bu yerga qaytishi va Marusiya bilan qariyaning qarorgohiga yetib borishi shart edi. Madali yo'lda ketib borarkan, ikki ko'zi o'ng va chapdagi mashinalarda edi. Bilardi, qaysidir burchakda albatta uni tepakalning shotirlari kuzatishadi. Kim bilsin, yana qaysidir pana pastqamda tashkilotidan kelgan xufiya ham har qadamidan ogoh bo'lib turishgandir. Mo'ljallangan tor ko'chaga yetib, tanish podyezd tomon burilgach, daraxt panasidan bo'ydor, ozg'indan kelgan, boshga sportchilar kiyadigan qalpoq kiydirib olgan bir rus yigiti chiqib, yo'liga ko'ndalang bo'ldi. Qutini titkilab ovora bo'lma, dedi u salomni ham nasiya qilib. Siz kimsiz? So'radi Madali tushunmay. Buning ahamiyati yo'q. Mana, konvertni cho'ntagingga solib qo'y. U yerda barcha ko'rsatmalar bayon etilgan. Rahbarlar senga salom aytib yuborishdi. Ishni yaxshi boshlabsan. Ularning rahmatini qabul et. Madali tushundiki, bu yigit ham o'zlaridan. To'xtang, hozir meni kuzatishyaptimi? Hovliqib so'radi u. Shuni ham bilmaysanmi? Sovuq tirjaydi yigit. Yosh bolaning savolini berma. Bizning ishda kuzatuvsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Tushundim. Xo'p, omadingni bersin. Madali ortga qaytdi. Yigitning qay tomonga yurishini, zimdan kuzatishni ham lozim topmadi. Ko'p qavatli uylardan birining panasiga o'tdi-da, chor atrofga yaqinlashib, razm solib, hech kim yo'qligiga amin bo'lgach, konvertni ochib, ichidagi xatga ko'z yugurtirdi. Sen qariyani o'ldirishing lozim. Buning uchun senga 2 kun muhlat beriladi. Qolgan topshiriqlarni 3-kuni shu yerdan olasan. Xatda shu jumlalargina yozib qo'yilgandi. Ha, endi hammasi ayon, o'yladi Madali bosh qashib. Shuning uchun ham meni turmaga, undan so'ng qariyaga. Hammasini oldindan o'ylab qo'yishadi-da biznikilar. Biroq tepakalni, shunday kalla kesar mafiyani qanday qilib o'ldirsa bo'ladi? Pichoq bilanmi? Yo'q. Bo'g'ib o'ldirsinmi? Bo'g'ishning o'zi bo'larmikin? Uyiga portlovchi modda qo'ysinmi? Yo'q, shovqin ko'tariladi. Bu ishda ortiqcha vahima ham
To'xta, ixtiyorimda yana 10 daqiqa bor, deya shivirladi Madali dorixona ro'parasiga yetganida va ignidagi kostyumining tugmasini yechib, ichki cho'ntagidan pul olmoqchi bo'ldi. Iye, bu nima? Ne ko'z bilan ko'rsinki, kostyumining cho'ntagidan 5 santimetrcha past qismiga xuddi gugurt chupidek keladigan qora narsa yopishtirib qo'yilibdi. Plastmassa simon matohdan. Mikrofon-ku, ko'nglidan o'tkazdi Madali. Kursdaligimizda xuddi shunaqa mikrofonlardan foydalanganmiz. Voy yaramasi, bekorga quchoq ochib xayrlashmagan ekanda. Shu bahonada kostyumimga mikrofon o'rnatishga ulgurgan. Ana endi ular mening har bir og'zimdan chiqqan so'zimni bemalol eshitib o'tiraveradi. Mayli, bir tomondan shunisi ham ma'qul. Har qalay ortimda rahbarlar borligini his etib turaman. Madali katta ko'chadagi u yoqdan bu yoqqa g'izillab o'tib turgan mashinalarga o'g'rincha ko'z tashlab olgach, dorixona ichkarisiga qadam qo'ydi. Ammo darhol orqaga qaytdi. Yo'q, hozir unga qora ko'zoynak zarur. Busiz bo'lmaydi. Madali avtobus bekatiga bordi. U yerda qora ko'zoynak taqqanlar ko'rinmadi. Shundan so'ng bozorga kirib bordi. Yura, o'rta yashar bir erkakni go'yo sezmay qolgan kabi to'satdan turtib yubordi. Erkakning qo'lidagilarga qo'shilib, ko'zoynagi ham yerga tushib ketdi. U qo'lidan tushib ketgan xaltani yerdan olgunicha qora ko'zoynak Madalining cho'ntagiga borib tushdi. Ana endi bemalol dorixonaga kirib boraversam ham bo'ladi. Bu ko'zoynak ko'zlagan maqsadimga yetishimga ko'mak beradi. Dorixona sotuvchisi 60larga borib qolgan bir ayol edi. Qarshisida paydo bo'lgan dev sifat, boz ustiga qora ko'zoynakli Madalini ko'rib, biroz dovdiragan ham bo'ldi. "Keling uka", deya mulozamat qila ketdi sotuvchi ayol. "Qanday dorilar kerak bo'lib qoldi sizga?" "Menga mana bu qog'ozda yozilgan doridan 2 tasini bering", jiddiy ohangda so'z qotdi Madali. "Bormi?" "Albatta", shoshib qoldi ayol. "Bizning dorixonamizda hamma dori bor. Sog'lig'ingiz bezovta qilyaptimi?" "Ha, mazam yo'q. Tanish shifokor shu doridan foydalanishimni maslahat bergandi." "Juda to'g'ri aytibdi. Bu dori juda yaxshi va tez ta'sir qiladi hozir." Sotuvchi ayol qo'liga chiroyli xaltacha olib, jimjiloqning yarimcha keladigan shishachalardagi dorilardan 2 tasini soldi va Madalining qo'liga berdi. "Pulini olib qo'ying." "Xo'p, mana qaytimi? Dorixonamizga kelib turing. Hech kimni bu yerga kelgulik qilmasin", kuldi Madali chiqib ketayotib. "Qayerlarda yuribsan?" Allaqachon tashqariga chiqib, qariya yuborgan mashina oldida toqatsizlanib turgan Maryusa Madalini urishgan bo'ldi. 15 daqiqadan beri kutyapmiz axir. "Sal ushlanib qoldim", dedi Madali mashinaga chiqib o'tirarkan. "Uzrimni qabul qil. Bundan keyin kechikishni odat qilmagin. Timofey amaki yoqtirmaydi." "Ketdik." Mashina ko'z ochib yumguncha qariyaning saroylardek hovlisiga yetib bordi. Ikkovlashib ichkariga qadam qo'yishdi. "Xo'sh, yigit, Maryusa yaxshi dam oldirdimi?" Timofey go'yo hech gap bo'lmagandek kulib Madalini quchdi. "Bu ayol professional-ku", u ham kulib javob qildi. "Juda yaxshi. Endi kechagi ish to'g'risida gaplashib olsak ham bo'lar-a?" "Albatta." "Xo'sh, pullarni qachon topib berasan?" "Tima", dedi Madali kutilmaganda qariyani senlab. "Men tuni bilan bo'lib o'tgan hamma ishlarni eslashga urindim, ammo haliyam xotiram pand beryapti. Iltimos, menga tag'in 2 kun muhlat ber. Bilasan-ku, o'zim ham sening qarshingda gunohkorman, xijolatdaman, lekin ishontirib aytamanki, barcha ayblarimni yuvaman. Agar o'z mehnatim bilan yuva olmasam, xonim bilan yuvaman." "Mana bu haqiqiy yigitning so'zi bo'ldi", dedi qariya. "To'g'ri, sotqinlik qilgansan. Agar boshqa odam bo'lsa, seni allaqachon o'ldirib yuborardi. Afsuski, men bunday qila olmadim. Bilasanmi nima uchun?" "Nima uchun?" o'zini go'llikka solib so'radi Madali. "Negaki, sen o'z ishingning ustasisan. Ana bu shotirlar bir pul. Bittaga bitta sen bilan ro'baro bo'lishsa, ip esholmay qolishadi. Mayli, muhlat bo'lsa muhlatda. Men juda sabrli odamman." "Rahmat. Ammo bekor o'tirmaysan. Bugun tunda chet eldan bir vagon qoradori keltirishadi. O'shani qabul qilib olasan. Qani, seni yana bir sinovdan o'tkazaychi. Nima deding?" "Tayyorman. Endi chiqsam bo'lar?" "Chiqaver.
Yoningda Maryusa bo'ladi. Seni yo'qotib qo'ymasligim kerak axir. Maryusa kula-kula Madalini qo'ltiqlaganicha tashqariga olib chiqib ketdi. Menga qara, dedi maxsus ajratilgan xonaga kirishgach Maryusa. Sen hali ham niyatingdan voz kechmadingmi? Nega so'rayapsan? Yo sotib ulgurdingmi? Yo'q, nega sotay? Bu ish juda nozik, payqab qolishsa bormi? Ikkalamiz ham tamom bo'lamiz. Mabodo payqashmasa-chi? So'radi Madali mushtlarini tugib. Bilmadim, ayniqsa bugungi ish. Nima, qo'rqyapsanmi? Meni bu so'zni allaqachonlar unutib yuborganman. Melisalar ishkal qilib qo'yishmasaydi, agar Melisaga tushib qolsak nima qilarding? Menmi? Seni tanimaganga olaman o'zimni. Shunaqami? Obbo seni, baribir ayoligingga borasan-da, a? Hazillashdim. Madalining labiga kaftini bosdi Maryusa. Endi o'lsak ham birga o'lamiz, ahmoq voy. Mana bu boshqa gap, qani, bir yotib dam olaylik. Chap tomonim tag'in og'rishni boshlayapti. Nihoyat kutilgan onlar yaqinlashib, qariyaning shotirlari ikkovini mashinaga o'tkazib vokzal tomon yo'l olishdi. Madali orqa o'rindiqda, Maryusaning quchog'ida jim ketib borar, rejalashtirib qo'ygan ishini qanday, qachon boshlash haqida bosh qotirar. Hozirgi qilinajak qaltis ish xayoliga ham kelmasdi. Nihoyat yetdilar. Biroq vagon kirib kelishiga hali 2 soatcha chamasi vaqt borligini aytishdi. Men bir hojatxonaga kirib chiqay, dedi to'satdan Madali toqatsizlanib. Negadir oshqozon bezovta qilyapti. Oldingi o'rindiqda o'tirgan yigit uni ogohlantirgan bo'ldi. Bu yerda har qadamda bizning yigitlar izg'ib yurishadi. Qochishni mo'ljallasang yomon bo'ladi. Men sen o'ylaganchalik jinni emasman. Zarda bilan javob qildi Madali. Nima qilayotganimni yaxshi bilaman. U mashinadan tushdi-da, hojatxona tomon ketdi. Kutilganidek mashinadagi yigit sekin pastga tushib, ortidan yo'l oldi. Afsuski, yigit qaysidir poyezddan tushib, bugun vokzalni egallab olgan yo'lovchilar orasidan o'tayotib, Madalini ko'zdan yo'qotdi. Shunda ham hojatxona tomon ketganini bilgani bois o'sha tarafga qarab yurdi. Madali haqiqatdan hojatxonaga kirgandi, lekin kirboq endigina hojat chiqarmoqchi bo'lib turgan kiyimlari juldur piyonistani tutib alohida xonalardan biriga sudradi va barmoqlarini lablariga bosib ovoz chiqara ko'rma ishorasini qildi. O'zi esa hojatxona lampochkasini urib sindirdi. Menga qara, piyonistaga uqtirdi Madali. Mana bu pullarni olasan-da, hozir men aytgan ishni qilasan. Piyonista qo'liga tutqazilgan bir dasta pulni ko'rib, hovliqib qoldi. Xo'p bo'ladi, ayting. Madali cho'ntagidagi dorilardan birini chiqarib, boshqa cho'ntagiga solingan mineral suvni qo'liga oldi. So'ngra shishadagi doridan choy qoshiqchada o'lchab mineral suvga kerakli miqdorda tomizdi. Mana shuni oxirgacha qoldirmay ichasan. Ichmasang puldan ham, joningdan ham ayrilasan. Ichsang pul seniki, ketaverasan. Piyonista avvaliga suvdan bir xo'plab ko'rdi. Oddiy mineral suv. Hech qanday ortiqcha ta'm yo'q. O'zicha xiringlab olgan bo'ldi-da, suvni bir ko'tarishda sipqorib tashladi. Endi ketaveraymi? So'radi Madaliga umidvor termilib. Shoshilma, 10 daqiqacha shu yerda turamiz, faqat ovoz chiqarma, bizni kuzatib yurishibdi. Shu orada ichkariga shotir kirib keldi shekilli, ovozining boricha baqira boshladi. Misha, qayerga gum bo'lding, shu yerdamisan? Ha, shu yerda bo'lmay go'rda bo'larmidim? Yasama inqillash bilan javob qildi Madali. Bemalol o'tirishga ham qo'ymaydi-ya. O'tiraver, shu yerda ekansan yetadi. Shotir chiqib ketdi, biroq Madali bilardi. U uzoqqa ketmaydi, eshik oldida kutadi baribir. Na iloj, dorining kuchini tekshirib olmasa bo'lmaydi. U piyonistaning ne ahvolga tushishini kuta boshladi. Adashmagan ekan. Oradan roppa-rosa 11 daqiqa o'tgach, piyonista unitaz qarshisiga cho'kdi-yu, uyquga ketdi. Bu nusxani qayerga berkitsam ekan? Bosh qotirardi Madali. Ish bitganidan so'ng natijasini ham bilishim kerak-ku. Burchakka yotqizaman-da, yarim soatdan keyin kelib xabar olaman. Dori rostdan ham kuchli bo'lsa, shu muddat ichida yorug' dunyoni tark etadi.
Madala astoydil xurrak otayotgan piyonistani sudrab, hojatxonaning ko'zdan panaroq burchagiga yotqizdi-da, o'zi tashqariga chiqdi. Madala astoydil xurrak otayotgan piyonistani sudrab, hojatxonaning ko'zdan panaroq burchagiga yotqizdi-da, o'zi tashqariga chiqdi. Umrida katta jinoyatlarga sherik bo'lib ko'rmagan yigit uchun bu ishni amalga oshirish ancha qiyin kechishi aniq edi. Madala bir vagon oppoq xaltachalarga joylangan kukunlarni birma-bir qo'liga olib ko'rarkan hayron bo'lardi. Nima qilishadi bu narsalarni? Uning o'zi-ku qanday foydalanishadi-yu, kayfi qanaqa? Bir hidlab ko'rish kerak, deb qoldi qariyaning o'ng qo'li hisoblangan Valera ismli shotir. Yaramaslar o'tgan gal molning yarmiga oddiy uni tiqib yuborishgan. O'zing hidlab ko'raver. Madala unga xaltachalardan birini tutqazdi. Sema amaki buyurganlar, faqat sen tatib ko'rishing kerak ekan. Men ahmoq emasman. Oqibatidan qo'rqmaysanmi? Men faqat Xudodan qo'rqaman. Juda yaxshi, bu gapingni albatta qariyaga yetkazaman. Valera noiloj xaltachani ochib, ichidagini tatib ko'rgan bo'ldi. Hammasi joyida ekaniga ishondi chog'i ishga shay turgan bir guruh yigitlarga vagondagilarni mashinaga ortishni buyurdi. Sen bularni mening o'rnimga kuzatib tura olmaysanmi? So'radi Madala yonida bamayli xotir sigareta tutata boshlagan Mariusaga o'girilib. Nega? Tinchlikmi? Qorin yana bezovta qilyapti. Tez kirib chiqmasam bo'lmaydi. Obbo, qorning ham jonga tegdi-da, topgan vaqtini-chi. Bo'pti, tez kel, tag'in anavilar shubhalanib yurishmasin. Kiraman-u chiqaman. Madala xuddi qorni qattiq og'rib boshlagandek yugurgancha hojatxonaga yo'l oldi. Xayriyatki, hamon ichkaridagi lampochka almashtirilmabdi. Hojatxona qop-qorong'u. U qo'liga kichkinagina fonarni oldi-da, yoqib burchakni ko'zdan kechirdi. Piyonista qimir etmasdan yotardi. Yuragiga quloq tutib ko'rdi. Allaqachon urushdan to'xtabdi. Hatto qo'l-oyoqlari ham sovib ulguribdi. Demak, aldashmabdi, dedi o'ziga o'zi Madala. Dori yarim soat ichida o'z ta'sirini o'tkazar ekan. Xudoga shukr. Agar omadim chopsa, shu kechayoq o'z maqsadimga erishadigan bo'ldim. Ish qilib, beraridan qismasin. Qora dori operatsiyasi muvaffaqiyatli kechdi. Madala Valerani ham dam olishga jo'natib, Mariusa hamrohligida katta miqdordagi mol yuklangan mashinani mijozlarga yetkazdi va pullarni shaxsan tepakalning qo'liga olib kelib topshirdi. Sen gunohlaringning bir qismini yuvding. Uning yelkasiga qoqib qo'ydi qariya. Pullarning bir tiyiniga ham xiyonat qilmabsan, bu juda yaxshi. Xo'sh, yuvamizda bu hodisani? Maylimi, shunda hojatxonaga kirib chiqsam. Xijolat tortgan ko'yi qariyaga umidvor boqdi Madala. Buning qorni og'riyapti, kulib yubordi Mariusa. Vokzalda ham 2 marta qatnagandi. Shunaqami? Mayli, qarshiligim yo'q. Faqat sen kuzatib bor. Xo'p bo'ladi. Madala Mariusaning kuzatuvi ostida tashqariga chiqar ekan, hojatxona tomon yurdi. Shoshilmasa bo'lmasdi. Ayni payti qariya ichkilik taklif etib turganida harakat qilib qolmasa, keyin kech bo'lishi mumkin. Ichkilikni kim keltiradi qariyaga? Sekin shivirlab so'radi u Mariusadan. Kim bo'lardi? Xizmatkor ayollarda? Senga bir qaltis iltimosim bor. Agar shoshilmasak, keyin kechikamiz. Xo'sh, nima deysan yana? Manavi dorini qariyaning qadahga qo'shib qo'yish kerak. Bu nima o'zi? Uxlatadigan dori. Shu yo'l bilan biz niyatlarimizni amalga oshirishga kirishamiz. Juda xavfli-ku, bu urush sezib qolsa, sen sezdirmasdan harakat qil, axir. Bo'pti, ber. Marius imi-jimida Madalaning qo'lidan dorini oldi-da, signalari orasiga berkitdi. Qariya kayf safo uchun faqat Mariusa va Madalani behuda tanlamagandi. Madaliga baribir ishonmas. Maqsadi ularning ikkovini ham shu kecha narigi dunyoga jo'natish edi. Buning uchun hammasi oldindan rejalashtirib olingandi. Xizmatkor ayollar konyak to'ldirilgan qadahlarni olib kelishadi. 2 ta qadahdagi konyaklarga zahar aralashtirilgan. Shu yo'l bilan qariya ulardan o'ch olishni niyat qilgandi. Afsuski, ulgurmadi.
Ikkovi ham og'u aralashtirilgan konyaklarni ichishga shoshilmadi. Qariya esa o'z qadahini bo'shatib, navbatdagisiga buyurtma berdi. Oradan hech qancha o'tmay u kravatga yon boshladi-yu uyquga ketdi. Shoshib qolgan Madali darhol tashqari eshiklarni tambalab, magnitofonning ovozini yanada balandlatib qo'ydi. Endigi ish Valera hamda qariyaga sodiq bo'lgan boshqa shotirlarni qo'lga olishdan iborat. Qani, hammasini bu yoqqa chaqir, Maryusaga buyurdi u, narigi xonaga qariyaning jasadini berkitgach. Birortasi ham tashqarida qolmasin. Qurollari-chi? Ha-ya, ular axir qurollangan-ku. Endi nima qilamiz? To'xta, bu yerda asosiy xavflilari 2 kishi, Valera va Xov anavi binoda uxlayotgan malla. Boyagi doringdan pichib qolgandi. Ularni ham oldin uxlatib qo'yaymi? Dorini nima qilasan? Ana, ikkalamiz uchun maxsus tayyorlangan zahar. O'shalarni bir amallab ichir va salom. Keyinchi u yog'ini menga qo'yib beraver. Marusa bildiraganicha 2 qadah qo'yilgan patnisni ko'tarib tashqariga yo'l oldi. Madali esa ehtiyot shart jomadon to'la ko'kimtir pullarni divan ostiga berkitib, qariyaga tegishli qurollarni beliga taqib oldi. To'xta, men nima qilmoqchiman o'zi? O'ylardi Marusa. Sekin-sekin odimlab borar ekan. Axir u yolg'iz bo'lsa, Valeralar esa ko'pchilik. Qolaversa, ularning qanday kuchga ega ekanligini yaxshi bilaman. Yo'q, men unga haqiqatni aytmasam bo'lmaydi. Mishaga baribir ishonish qiyin. Bir kun kelib meni ham yo'q qilish payiga tushib qolmasligiga kim kafolat bera olardi? Ha, to'g'risini aytaman. Bilaman-ku, u har qanday sharoitda ham yengiladi, taslim bo'ladi. Balki shu kechaning o'zidayoq itday o'lib ketar. Ayol Valeraning xonasiga kirgach, qadahlar joylangan patnisni stol ustiga qo'ydi. Yigit bu mahalda telefon orqali kim bilandir gaplashib o'tirardi. Ayolning kirib kelganini ko'rib, gapni qisqa qildi va go'shakni joyiga qo'yib, o'rnidan qo'zg'aldi. Valera, sho'rimiz qurib qoldi. Eshikni ichkaridan tambalab so'z boshladi Marusa. Nima gap? Sima olamdan o'tdi. Nima? Qanday? Qanaqasiga olamdan o'tadi? Anavi yaramas Misha o'ldirdi uni. Misha? Obboy Flossey, bilardim. Murda qayerda? Xonasida, Misha tepasida o'tiribdi. Shunaqa degin, hech gap bo'lmaganda-ya? Endi nima qilamiz? Ana, menga qurol o'qtalib, sizlarni ham tinchitishga buyurdi. Xov anavi konyaklarga zahar qo'shib berdi. Zahar? U bizga zahar bermoqchi bo'ldimi? Valera kutilmaganda Marusaning tomog'idan bo'g'ib oldi. Gapir iflos, balki hammasi sening ishingdir, a? Bu nima deganing? Tomog'imni qo'yvor, o'ldirib qo'yasan, qo'yvor. Gapir. Qo'llarini olib, ayolni divanga o'tqazdi Valera. Gapir, faqat haqiqatni gapirasan, yo'qsa xo'p, o'zingni bos. U hammani o'ldirib pullarga ega chiqmoqchi. Senchi? Sen nega uning gaplariga laqqa tushib yuribsan-a? Laqqa tushganim yo'q. Oxirini kutdim xolos. Menga qara, Valera jonim, hammasi tugadi. Endi qariyani ortga qaytarib bo'lmaydi. U o'lgan, tushunyapsanmi? O'lgan. Bu yog'iga nima qilish haqida bosh qotirishimiz zarur. Meni haydab yubormaysan-a? Ayt, haydab yubormaysanmi? Axir senga sodiq qoldim-ku. Bilaman, endi qariyaning o'rnini baribir sen egallaysan. Ha, men egallayman. Valera bo'shashib sekin o'rnidan turdi va deraza osha tashqariga o'ychan tikilib qoldi. Bir tarafdanchi yaxshi bo'ldi o'sha tepakalning o'lgani. Keyingi paytlarda jahadidan oshib ketgandi. Mendan pul yashira boshlagandi. Barakalla, zo'r ish qilibdi o'ldirib o'sha Misha. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bir og'iz aytsang bas, men hamma ishni qilaman. Hamma ishni? Juda yaxshi. Yaxshilab quloq sol. Bugun tunni yana Mishaning qo'ynida o'tkazasan. Faqat uzoq vaqt emas. Uyquga ketishi bilan mana bu to'pponchadan unga qarab o'q uzasan. Yo'q, men bunday qila olmayman. Nega? To'pponcham borligini sezib qolishi mumkin. U holda
Tunda uxlayotgan xonasiga poylab kirasan-da tinchitasan. Xullas, ortiqcha ovoz chiqmasligi lozim. Undan keyin navbatdagi ishlarni o'ylab ko'raveramiz. Bu ma'qul, tirjaydi Marusa. Men ketdim. Bilib qo'y. Uning ortidan ogohlantirdi Valera. Har bir qadaming kuzatuv ostida bo'ladi. Bilaman. Marusa navbatdagi qotillikka o'zini tayyorlab olgunicha tun yarim bo'ldi. U madali qolib ketgan xonaga yo'l olganida chiroqlar o'chgan. Faqat tashqarida u yoqdan bu yoqqa borib kelayotgan soqchilarning qadam tovushlari-yu allaqayerlardadir o'z tilida zo'r berib kuylayotgan qurbaqalarning qurillashigina quloqqa chalinardi. Marusa qop-qora kiyimda, qo'lidagi ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponchani yengi orasiga yashirgan holda ichkariga kirib bordi. Ostona xatlab xonaga qadam qo'ygach bir muddat to'xtab quloqlarini ding qildi. Qorong'ulik qa'ridan xurrak ovozi bemalol eshitilib turardi. Marusa o'zicha ming'irladi. Ahmoq, hokim bo'lmoqchi. Kim ham sening gaplaringga laqqa tushardi? Kimligingni, maqsadingni bilmasam ekan, ertaga men ham xuddi Sima kabi bo'g'izlashga tayyorsan. Bo'g'izlatib bo'pman. O'shanday manaman degan maxsus xizmat kattalariga chap bergan, seni o'ynimga o'ynatolmaymanmi? Mayli, nasib etsa bir kun kelib u dunyoda uchrasharmiz. O'shanda ham mening payimga tushmasang bo'lgani. Sendaqalardan hamma baloni kutish mumkin. Marusa kravatga yaqin qolganida to'pponchani to'g'irlab 2 marotaba o'q uzdi. Shu zahoti xurrak ovozi tindi. Ha, o'yladi ayol badanidagi titroqni yengishga urinib. Xoling 2 ta o'q xolos senlarning, ish qilib joying jannatda bo'lsin. Shu lahzada kutilmagan hodisa ro'y berdi. Deraza pardasi sekin ochilib, qorong'ulik qo'ynida madalining sharpasi ko'rindi. Shoshib qolgan Marusa shuncha harakat qilib tepkini bossa-da o'q otilmasdi. O'sha xomtovoqlaring senga bor yo'g'i 2 tagina o'q berishganga o'xshaydi. Kulib ayolga yaqin keldi Madali va qo'lidagi to'pponchani tortib olib derazadan tashqariga irg'itib yubordi. Afsus, yana orzuyingga yetolmaydigan bo'lding. Omading yo'q ekan jonidan. Qimirlamalaring. Bu ovoz Valeraga tegishli edi. Madali ko'rdiki, ro'parasida u to'pponcha o'qtalib turibdi. Tezda orqasiga o'girilib, o'zi berkitib qo'ygan avtomatni olishga tutindi. Baxtga qarshi, derazadan ham 2 ta avtomat unga to'g'irlab qo'yilgandi. Ja ayyor ekansan-ku a? Iloji boricha o'zini bosib Valeraga yuzlandi Madali. O'zing meni o'ldirish uchun mana bu manjalaqini jo'natganding. Endi yana o'zing kelib bizni qurshovga olding. Maqsading nima o'zi? Buning qo'llariga kishan uringlar, buyurdi Valera orqasida turgan soqchilarga. Madali ortiqcha qarshilik ko'rsatib o'tirmadi. Uning qo'llarini kishanlab olib chiqib ketishdi. Senchi? Valera endi lablarini asabiy tishlab qo'yayotgan Marusaga o'shqirdi. Sotqin, indamasdan ketaveradi deb o'ylaganmiding? Chuchvarani xom sanabsan. Senga o'xshaganlar hech kimga vafo qilishmaydi. Nihoyat to'pponchadan 2-3 marotaba o'q uzildi. Marusa polga quladi. Valera esa xotirjamlik bilan qolgan 2 yigitga murdani yo'q qilishga buyruq berdi-yu, Madali olib tushib ketilgan yerto'la tomon yo'l oldi. Uringlar. Yerto'laga kiriboq 2 qo'li, 2 oyog'i kirib yo'g'on bir xonaga osib qo'yilgan Madali tomon ishora qildi Valera. Esini yig'ib olmagunicha uraveringlar. Faqat o'ldirib qo'ymanglar. Hali bu nusxa bizga asqotib qolishi mumkin. 3 barzangi yigit qo'llaridagi temir va zanjirlar bilan Madalining oyoq, bel, yelka qismlarini mo'ljalga olgan holda ura boshlashdi. U toqati yetganicha ushbu yoqimsiz zarbalarni yengishga urinar, degan ovoz chiqarmasdi. Bu iflosning joni temirdanga o'xshaydi. deya Valeraga o'girildi. Uraverib qo'llari charchagan bir yigit. Qarang, hushidan ham ketmayapti. Demak, hushimdan ketishimni kutishayotgan ekanda, xayolan mulohaza qilgan bo'ldi Madali navbatdagi zarbani beli aralash qabul qilib olayotib. Yaxshi,
Buni kursda juda ustalik bilan o'zlashtirganman. Hushdan ketsam, ketibman-da. U atayin 1-2 marotaba chuqur nafas olgan bo'lib, boshini o'ng yonboshiga tushirdi. "Bo'ldi, bas qilinglar", dedi Valera yigitlariga. "Hushidan ketdi chog'i. Ustidan muzdek suv qo'yib, o'ziga keltiringlar. Gaplashib olishimiz kerak." Buyruq ado etildi. Barzangilar 2 chelak suvni Madalining ustiga sepib, hushiga keltirishdi. "Xo'sh, Misha, aqling kirgandir-a?" so'radi Valera unga yaqin borib. "Biz kuchli ekanmizmi yo senmi? Meni azoblab bekor qilyapsan", dedi nomigagina xirillab Madali. "Sen kim bo'psan? Qariyaning anavi bir jamoadon puliga ega bo'ldim. Shu bilan ishni davom ettiraveraman deb xayol qilyapsanmi? Xato qilasan. Bilasanmi? Qariya hammangni aldab kelgan. Arzimagan pul berib senlarni qulda ishlatgan u pullaringning asosiy qismini o'zining maxfiy hisob raqamlariga joylab yuravergan. Bu hisob raqamlarni hech qaysing bilmaysan. Sen ham, mallayam ahmoqlarda orqasidan ergashib yuravergansanlar." "Nima? Hisob raqam dedingmi? Xo'sh, ayt, o'sha hisob raqamlarni." "Bekorlarning 5tasini aytibsan, o'g'il bola. Meni kaltaklab jonimni og'ritasan-u, senga sir aytarkanmanmi? Xo'p, nima qilsam aytasan? Yo yana chuchirmoqchimisan?" "Chuchirsamchi, o'shanda qariyani tinchitgan mahalim tushirardim. Shunday o'ldirtiramanki, o'zing ham bilmay qolarding. Afsuski, sen ham, malla ham aqlli yigitsanlar. Kelgusida senlar bilan birga ishlashni mo'ljal qilgandim. Aldayotgan bo'lmagin tag'in. Senga bor gapni aytdim. Ha, aytgancha, Maryusani o'ldirib to'g'ri ish qilding. Baribir uni o'zim ham o'ldirib yubormoqchi bo'lib turgandim. Axir pul masalasida ayol kishini aralashtirib bo'larmidi? Mayli." Valera beixtiyor bo'shashib, Madalini yechib olishga barmoq harakatlari bilan buyruq berdi. "Hisoblaginki, ishondim. Hozir ichkariga kirasan. Mallani ham chaqiramiz. O'sha aytgan hisob raqamlarni biz bilan baham ko'rasan. Tushuntira oldimmi?" Madali hozircha arqondan xalos bo'lgani uchun mamnun edi. Boshi bilan zo'rg'a ma'qul ishorasini qildi va engashgan ko'yi Valeraning orqasidan ergashdi. Shoshilmasdan Valeraning xonasi tomon ketib borarkan, bir narsani o'ylab qoldi. Hozir bular bilan gaplashishning mavridi emas, chunki aniq rejalar qolmadi hisob. Buning uchun yana ertaga maxfiy aloqa qutisiga borishi yoki o'tgan gal maktub keltirgan yigitni qidirib topib, kelgusi ishlar haqida aniq topshiriqlar olishi lozim. Bu siz faqat yutqazadi xolos. Sababi esa ravshan. Mana bularga umuman ishonch yo'q. Bular g'irt kalla kesar. Uxlashingni, g'aflatga ketishingnigina poylashadi. Sir emish. O'zicha ming'irladi Madali. O'sha sirni men ham juda bilgim keladi. Bularni juda ayyor desam, o'ta ketgan go'l ekan-ku, pandava qilar. Madali yurib ketayotib, orqadagi soqchiga sezdirmagan holda 2-3 bor og'ziga qo'lini tiqdi-da, o'qchib ketidan qusib yubordi. "Senga nima bo'ldi?" Darhol orqaga o'girilib, uning yelkasidan ushladi Valera. "Hoy! Bugun meni tinch qo'yinglar", deya xirilladi Madali. "Oshqozon, oshqozonim." Uf! Valera yerga tupurib, yuzini teskari o'girdi. "Hey, uchalang buni xovanovuxonaga olib kirdi, ertalabgacha qo'riqlab chiq. Agar qochirib yuborsang, kallang ketadi, uqdingmi?" "Xuddi shunday", baravariga askarlardek javob qilishdi soqchilar. Madali niyatiga yetgandi. Ertalabgacha ancha rejalarni o'ylab olsa bo'ladi. Mayli. Bu go'rsoqda muhim sirdan umidvor bo'lib turaversin. Ertaga so'nggi muhlat. Yigit aytganidek, ertaga o'sha kelishilgan yerda navbatdagi topshiriqni olishim zarur bo'ladi. Ammo bularni nima qilsam ekan? Ha, mayli. Xudo bir yo'lga boshlar. Shoshib qayerga ham borardim.
Madali tepakalning uyidagi alohida xonalardan biriga qamab qo'yilgach, haqiqiy to'polon boshlanib ketdi. Sirli hisob raqami haqidagi kutilmagan xabarni eshitib, jazavaga tushgan Valera yoniga Mallani oldida marhum qariyaning ittifoqdagi ko'zga ko'ringan barcha tanishlariga qo'ng'iroq qila boshladi. Maqsadi bitta. Qanday bo'lmasin, o'sha hisob raqami to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'lish va ular ko'magida Madalini yo'q qilish. Afsuski, hech kim unga o'zi istagan ma'lumotni bera olmadi. Olis Kavkazdagi tanishlaridan biri Chelidze degan millioner tez orada yigitlaridan bir nechtasini jo'natishga va Madalini o'yindan chiqarishda yordam qilishgagina so'z berdi xolos. Itdan tarqagan. So'kinib, xonaning u burchidan bu burchiga borib kelardi Valera. Bu sotqin qayerdan bila qolgan ekan o'sha hisob raqamni? Nega qariya buni bizdan yashirgan? Shuni ham bilmaysanmi? 30 yoshga yetib sochlari oqarib ketgan Malla tanbeh bergan bo'ldi. Axir, u maxfiy xizmatchilarga tegishli bo'lgan ilgari. Qariya unga katta pul va'da qilgach sotilgan qo'ygan. Bunday sotqinlar hammani ham osongina sotib ketadi. Xo'sh, nima qilay? Aytsangchi, qo'l qovushtirib o'tiraversak, ertaga holimizga maymunlar yig'lab qoladi-ku. Bitta yo'li bor, dedi boshini qashib Malla. Qanaqa yo'l? Tezroq gapir faqat. Uni qaytadan qiynoqqa solamiz. Yo'q, kaltaklamaymiz. Boshqacharoq yo'l bilan azoblaymiz. Qanday yo'l bilan? Kaltak ham ta'sir qilmadi-ku unga. Bu safargisi albatta ta'sir qiladi. Yigitlarga ayt, Mishani yerto'laga qaytarib olib kirishsin. Valera uf tortganicha qo'lidagi telefon go'shagini joyiga qo'yib, eshik tomonga qarata qichqirdi. "Hoy, kim bor? Tez kiringlar bu yoqqa." Negadir javob bo'lmadi. "Obbo ifloslari, o'lib qolishganmi bular?" Valera shaxt bilan eshikni tepib tashqariga chiqdi. Hovlida birorta ham soqchi ko'rinmas. Darvozaxonaga boylab qo'yilgan itkina betinim g'ingshirdi. Madali qamab qo'yilgan xonada chiroq ham, derazalar ham yo'q edi. O'ng burchakka 3-4 yashar bola zo'rg'a sig'adigan tuynuk o'rnatilgan bo'lib, kamera teshikchalarini yodga solardi. Nega tinchib qolishdi bular? Qulog'ini deng qildi Madali. Baqirib ko'rsanmagan, nahotki soqchilar ketib qolgan bo'lishsa. U tuynukka osilib pastroq ovozda soqchini chaqirdi. "Ey, kim bor? Bu yoqqa kel." Hech kim javob qilmadi. "Qiziq bo'ldi-ku", shivirladi Madali. "Nahotki meni tashlab juftakni rostlab yuborishdi bu soqchilar. Uf, nima qildim endi?" Madali simillab og'rib boshlagan chap ko'ksidan pastrog'ini kafti bilan silab polga cho'zildi va ko'zlarini yumdi. Ancha vaqtlardan beri bu qadar xotirjamlikka berilib, sukunat amriga bo'ysunmay qo'ygan ekan. Tanasi bo'shashib, o'zini xayolan Buxoroda, qadrdon qishlog'i ko'chalarida tasavvur eta boshladi. "Eh, bolam-ey", derdi darvoza qarshisiga o'tirib olganicha yig'layotgan onasi. "Qayerlardasan? Haliyam sening o'lganingga ishona olmayman. Axir onaman. Ona qanday qilib farzandining murdasini ko'rmay turib o'lganiga ishonsin? Qabringga borsam, ko'zimga yosh kelmaydi. Yuragim muzlab ketaveradi. Bilaman, bu qabr seniki emas, boshqa birovniki. Seni kimlardir o'g'irlab ketgan-a? O'sha yaramaslar seni o'ldi deb bizga xabar berishdimi? Aytmadingmi? Onam ham, dadam ham baribir ishonishmaydi deb. Ha, senga quloq solishmaganda ular. Odamxo'rlar quloq solisharmidi? Ayt bolam, seni ne ko'ylarga solishdi? Urishdimi? Joningga azob berishdimi? Oh, qaniydi qayerdaligingni bilsam-u, o'zim yetib borib seni qutqarsam. Ojizlik qursin, ojizlik. Qo'limdan hech nima kelmayapti, bolam. Mavludang ham boshqa yigitga tegib ketdi. Kuyov tomon olib ketayotganida o'sha yerda edim. Bechora qiz ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, menga shunday o'ksinib qaradiki, uning ham ko'ngli bor ekanda. Ming afsus, nasib qilmadi. Nima? O'z xayollaridan o'zi qo'rqib ketgan Madali bor ovozda qichqirib o'rnidan turdi. Nega tegib ketadi? Nega?
Uf, nimalar bo'lyapti o'zi? Xayoli bo'lingach, biroz o'ziga keldi shekilli, boshini changallaganicha tuynuk ro'parasiga qaytdi. Yo'q, chiqib ketmasam bo'lmaydi. Bu yerda xarob bo'laman. To'xta, bizni mana shunday teshikchalardan chiqib ketishga qanday o'rgatishgandi? Ha, esladim. Avval o'zingni ruhan tayyorlab olishing lozim. So'ngra butun gavdangni ingichka bir chiziqqa joylashtirasan. Mana bunday. Chuqur nafas olib, qo'llaringni yonboshga tashlaysan. Ana endi avval boshni chiqarib ko'r. Madali oyog'ining uchida turib tuynukka boshini tiqib ko'rdi. Razvedkachi uchun ana shunday usullar vaqti kelsa juda asqotadi. Mana, u osongina sira qiynalmasdan tashqariga chiqib oldi. O'ylagani rost ekan. Birorta soqchi ko'rinmasdi bu yerda. Qolaversa tuynuk tomorqa tarafga qaragan edi. Pastga tushishga tushdi-yu, keyin nima qilishni bilmay bir muddat turib qoldi. Yo'q, bu turishim hech qaysi qonunga to'g'ri kelmaydi, o'yladi u atrofga ko'z tashlab. Istalgan vaqtda ichkaridan chiqib tutishlari aniq. Shuning uchun bir yo'lini o'ylab topmasam bo'lmaydi. Shoshilishim kerak. Xo'sh, nima qilsam ekan? Bu yerdan qochganim bilan ko'zlangan maqsadga erisha olmayman. Aniq bilamanki, tashkilotdagilar bularning barchasini yo'q qilishimni istashadi. Shunday ekan, ketmasligim kerak. Yana kursda o'rgatilgan usuldan foydalanaman. Madali tomorqaning narigi chetiga o'tdi. Yer yumshoq edi. Ayni muddao mana shu joydan chuqur kovlab, hov anavi daraxt shoxlari ostiga berkinish va kuzatish mumkin. Lekin qancha vaqt kuzatadi? Keyinchi nima qiladi? Xudo bir yo'lga boshlar. Madali chuqur kovlanadigan yerni tanlab olish niyatida oldinga yurdi. Shu topda nimadir sharaqladi. Keyin ikki oyog'ining panjalarida kuchli og'riqni his etdi. Og'riq shu qadar kuchli ediki, tishlarigacha g'ichirlab ketdi. Voy yaramaslar! So'kindi u, emaklay o'zini osilib tushgan daraxt shoxlari orasiga olib. Qopqon, kim qo'ygan? Nima maqsadda qo'yishgan? Voy! Bu aslida aynan Madali uchun qo'yilgan qopqon edi. Valera o'tkir tishli qopqon qisib oyoqlaridan qon oqa boshlagan Madalini yerto'lada sabrsizlik bilan kutib o'tirar. Malla esa maxsus ignalarni ikki yigitning qo'liga berib, undan qanday foydalanish yo'llarini o'rgatish bilan ovora edi. Nihoyat, Madalini soqchilar sudragancha yerto'laga olib kirishdi. Ko'plashib uni ikki qo'lidan oldindan yasalgan dorsifat temirlarga osdilar. Razvedkachi avvalgidek yana himoyasiz, ojiz bir kimsaga aylandi qoldi. Qopqonni yechib olinglar, buyurdi Malla soqchilarga. Qandaydir kalit bilan qopqonni yechishdi. Qochishga ancha no'noq ekansan, masxaromuz kulib dedi Valera. Sening o'rningda men bo'lsam boshqacharoq yo'lini topardim. Madali javob o'rniga yerga tupurdi. Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan? Kuchliman, qo'llaringdan hech narsa kelmaydi demoqchimisan? So'radi Malla Madaliga yaqin kelib. Nega indamaysan? Demak, hisob raqami qayerdaligini ham aytmoqchi emassan, shundaymi? Men hech qanaqangi hisob raqamni bilmayman, javob qildi Madali. Shunaqami? Yaxshi. U holda biz o'sha sirni eslashingga yordamlashib yuboramiz. Qani yigitlar, boshlanglar. Yelkalariga qurol osgan ikki soqchi qurollarini yerga qo'yishdi-da, cho'ntaklaridan uzun ignalar chiqarib Madaliga yaqin borishdi. Boshlanglar, nega qarab turibsizlar? Takrorladi Malla. Xuddi biz o'rgatganimizdek. Ignalar Madalining badanlariga sanchib olina boshlandi. U g'iq etmasdi. Negaki sanchilib olinayotgan ignalar zarbi tirnoq orasiga tiqilgan kabi tanada og'riq uyg'ota olmasdi. Yaxshiyam bular o'sha qiynoq usulini bilishmaydi. Ko'nglidan o'tkazdi Madali, ko'zlarini chirt yumgancha ignalar zarbini qabul qilib olar ekan. Aks holda bu vahshiylar mening jonimni sug'urib olishardi. Vey, bu g'iq etmayapti-ku. A'zoyi badanidan qon tizilib oqayotgan Madaliga hayrat aralash boqdi Valera. To'xtanglar, bu shug'ullangan ko'rinadi. Qolaversa o'lib netib qoladigan bo'lsa, sir ochilmay yerga ko'miladi. Yaxshisi qaytadan qamab qo'yinglar, faqat boshqa xonaga. Malla, ko'rsat o'sha xonani.
Holdan toygan Madalini yana yechib olishdi va ikki oyog'idan sudrab tashqariga olib chiqib ketishdi. U qoniga belangan ko'yi ertalabgacha qorong'u xonada yotdi. Goh hushidan ketdi, goh ko'zlari ochilib mahkam bog'lab tashlangan qo'l-oyoqlarini yechishga urindi. Ibni topa olmagach, qaytadan ko'zlarini yumib, Xudoning inoyatini kutdi. Nihoyat kutilgan onlar yaqinlashgandek tuyuldi. Ya'ni Madala erta tongda soat 4larga yaqin ancha o'zini tutib, og'riqlar pisanda bo'ldi. Shundan so'ng u qaddini buka tishlari bilan arqonni uzish harakatiga tushdi. Arqonning iplari ipakdan bo'lgani sabab ularni uzib olish oson emasdi. Ammo boshga tushsa tishlar ham qilichga aylanar ekan. Yarim soatlik urinishdan so'ng Madala oyog'ini bo'shatdi va eshilib qo'lidagi arqonni ham o'ziga bo'ysundirdi. Endi ahmog'ing yo'q. Hatto tuynuk ham qo'yilmagan qorong'u xonaning eshigiga alam bilan tikilardi u. Bu gal albatta men g'olib bo'laman. Mana ko'rasanlar, o'zbekning kimligini bugun ko'rsatib qo'yaman senlarga. U eshik panasida turib oldi-da, bir necha marta taqillatdi. Javob bo'lavermagach, oyog'i bilan tepa boshladi. "Iye, ana bu nusxa o'ziga keldimi deyman?" deya eshik yoniga keldi tashqarida turgan soqchi. "Nima qilamiz? Kirib o'zimiz bir savalamaymizmi?" "To'g'ri aytasan", dedi yonidagisi. "Xo'jayinlar uyg'onishiga hali bir soatcha vaqt bor. Damini oldirib turish kerak ungacha. Yur." Bu Madala uchun ayni muddao edi. Soqchilar ehtiyotkorlik bilan eshik zulfini sug'rishlarini kutdi. Bunday lahzalarda hayajonga, ehtirosga berilmaslik kerak. Shuning uchun Madala eshik ortiga berkingan ko'yi g'iq etmay turaverdi. Soqchilar ketma-ket ichkariga kirib, eshikni yopishgach, birinchi zarbani sariq sochli novchasiga yo'lladi. Bo'yni aralash berilgan zarba o'z kuchini ko'rsatib, soqchi polga quladi. Ikkinchisi ham xuddi osmondan tushgan kabi qorindan past qismiga kelib tushgan tepkidan so'ng bukchayganicha bir joyda aylanardi. Madala uni ham o'zining qadrdon zarbasi ko'magida uxlatib qo'ygach, ularning kamariga taqilgan to'pponchalardan birini oldi-yu tashqariga chiqdi. Hovlining aylana atrofi mevali daraxtga to'la bo'lgani bois ichkarida yurgan odamni payqab olish ancha mushkul edi. Ustiga ustak soqchilar faqat darvoza oldidagina qo'yilgan. Bu yaramaslar o'zlarini generallardek tutib soqchi ham qo'yishibdi, o'ylardi Madala tomorqa orqali katta yo'lga osongina chiqib olgach. Bor yo'g'i o'g'ri. Qaroqchilar bo'lsang, soqchiga balo bormi senlarga? Mayli, soqchilaring kim bo'pti? Ana va ikkalasimi? Birgina zarba tufayli narigi dunyoga salom qilib turishibdi. Madala qopqon qisib tashlagan oyoqlari og'rib borayotganiga qaramay, oqsoqlanib bo'lsa-da shaharga, tanish aloqa qutisigacha yetib olish payida tez-tez yurib borardi. Ikki tarafi qalin o'rmon bilan qoplangan yolg'iz oyoq yo'l. Erta tongda bu yerlardan mashina kam o'tadi. Asosan kunduzlari olis shaharlarga yuk tashuvchi KAMAZlargina bir-biriga yo'l bermay xuddi shu yo'l orqali katta tezlikda harakatlanadi. Buning ham sababi bor. Aytishlaricha, o'rmonda qaroqchilik bilan kun kechiruvchi kallakesarlar ko'p bo'lar ekan. Mabodo KAMAZ to'xtasa yoxud tezlikni pasaytirgan holda harakatlansa, kutilmaganda orqadan yengil mashinalarda quvib kelib, yuk mashinasini o'rmon ichkarisiga olib kirib ketishar ekan. Shu tariqa mashina ham, haydovchi ham izsiz g'oyib bo'ladi-yu, barcha yuklar qaroqchilar qo'liga o'tadi. Bu gaplarni qachonlardir eshitgan Madala o'rmon ichkarisiga kirib, so'qmoqlar orqali ketmoqchi ham bo'ldi. Biroq yo'lni bilmaydi. Adashib qolsa bu o'rmondan umrining oxirigacha ham chiqa olmasligiga aqli yetadi. Yo'q, katta yo'l ma'qul. Ajab emaski, birorta mashina o'tib qolsa, darhol to'xtatib, shahargacha eltib qo'yishlarini iltimos qiladi. Niyati xolisga o'xshab qoldi. 3 chaqirimcha yo'l bosib, biroz nafas rostlash ilinjida yo'l chetiga cho'kkan ham ediki, uzoqdan bir Mercedes o'qday uchib kelayotganiga ko'zi tushdi. Ishqilib, kalla kesallar bo'lishmasin-da, xayolidan kechirdi u, dast o'rnidan turib mashinaga qo'l ko'tarar ekan. Peshonamga yaxshi kunlar yozilgan bo'lsin-da endi. Mashina uning oldidan o'tdi-yu, to'satdan to'xtab orqaga yurib keldi.
Salonda 3 notanish rus yigiti o'tirardi. Haydovchi sekin eshikni ochdi-da, Madaliga qichqirdi. Qayerga ketyapsan? Shaharga. Iltimos olib ketinglar. O'tir. Kuldi orqa o'rindiqda o'tirgan mo'ylovdor yigit. Oqsoqlanishingga qaraganda oyog'ingdan o'q yeganga o'xshaysan. O'q yesam alam qilmasdi, dedi Madali ikki yigitning yoniga o'tirib. Undan ham battari bo'ldi. Shunaqami? Yigitlar baravariga kulib yuborishdi. Sen ham o'zimizdanga o'xshaysan, nima? O'ynashingning eri kelib qoldimi? Ha, deb qo'ya qoldi Madali. Shunga yaqinroq. Mashina yeldek uchib borar. Ikki yonidagi yigitlar quloqlariga yaltiroq yelimli simlarni tiqib olganicha musiqa eshitish bilan band. Haydovchi esa qo'r-qo'r mashinadagi telefonda kimlar bilandir gaplashib qo'yardi. Ko'z ochib yumguncha shaharga kirib kelishdi. Turna-qator mashinalarni, erkin nafas olib ishga, o'qishga shoshilayotgan odamlarni ko'rgan Madali ancha yengil tortdi. "Ye, nega buncha titrayapsan?" Kutilmaganda qulog'idagi simni olib tashlab so'radi chap yonidagi yigit. "Biror yering og'riyaptimi?" "Yo'q, shunchaki", javob berdi Madali va qo'llariga nazar tashladi. Rostdan ham barmoqlari bilinar-bilinmas titradi. "Mixaylich, bu yigitning mazasi yo'qqa o'xshaydi." Haydovchiga yuzlandi u. "Balki shifoxonaga joylashtirib qo'yarmiz." "Yo'q, shifoxona kerak emas", shoshib qoldi Madali. "Mening zarur ishlarim bor." "Zarur ishingni keyin qilaverasan", dedi haydovchi qo'l siltab. "Oldin sog'liqni o'ylash kerak. Hozir seni zo'r joyga olib boramiz. Bir zumda o'zingga keltirib qo'yishadi." Mashina tor ko'chalardan biriga burilib, 200 metrcha yo'l yurgach, temir darvozali bino ro'parasida to'xtadi. Darvoza tepasiga ruhiy kasalliklar shifoxonasi deb yozib qo'yilgandi. "Axir bu jinnixona-ku", bezovtalandi Madali. "Kerak emas, men aqldan ozganimcha yo'q." Bola, o'zingni bos." Uni tirsagi bilan turtdi o'ngdagi sochi qirib tashlangan badbashara yigit. "Tug'olmagan tovuqqa o'xshab namuncha tipirchilaysan. Mana shu yerda picha yotib dori-pori ichsang, otday bo'lib qolasan. Agar qarshilik qilib jig'imga tegsang..." "Qo'y, Vaysa", yigitni tinchlantirgan bo'ldi haydovchi. "Bolani qo'rqitma, hali yosh ekan. Kiradi, davolanadi. Akalarning gapini ikki qilmaydi." Qarshilik qilishdan naf qolmagandi. Yigitlar cho'ntaklaridan haqiqiy to'pponcha chiqarib, Madalining biqiniga tirab olishgandi. Madali noiloj bu safar ham buyruqqa bo'ysunishga majbur bo'ldi. "Doktor, bu yigit bizga qarashli." Ko'zlari bejoroq boqib turgan, boshidagi oq qalpoq qiyshayibroq qolgan, oq sochli, 50lar oralig'idagi shifokorga tushuntira ketishdi yigitlar. "Anchagina mazasi yo'q. Ishonmasangiz ana, yechintirib ko'ring, hamma yog'i mamatoloq bo'lib ketgan. Ko'chada yursa, itdan tarqagan qandaydir bezorlar rosa kaltaklashibdi. Ularning jig'iga tegib qo'ygan ekan. Sal anaqaroqligini bilishmaganda." "Oyoqlari-chi?" so'radi shifokor Madalining qopqon qisib, yara qilib tashlangan panjalariga ishora qilib. "Bu nima?" "Bu yaralarni o'zi qilgan", izoh berdi haydovchi. "Negaligini bilmayman. O'zini o'ldirmoqchi bo'laveradi." "Yaxshi, davolaymiz. Qancha vaqt yotishi mumkin, doktor?" so'rashdi baravariga. "Buni analizlar chiqqandan keyin aniqlaymiz." Madali adoyi tamom bo'layotgan edi. "To'xta, bu nusxalar meni tanishmasa, badanimdagi yaralarni qayerdan bilishdi?" o'zicha xayolan fikrlardi u. "Yo Valeraning odamlarimi? Yo'q, qanaqasiga uning odamlari bo'lsin. Ilgari bularni umuman ko'rmaganman-ku. Balki tanishlaridir. Birga narkotik sotishar. Ha, shunisi haqiqatga yaqinroq. Atayin orqamdan jo'natgan bularni. Tamom bo'lding, razvedkachi. Endi jinnixonada azoblarini boshingdan kechirishingga to'g'ri keladi. Qani bemor, biz bilan yuring", buyurdi shifokor. "Yo sanitarlarni chaqiraymi?" "Sanitarlarga muhtojlik joyim yo'q", dedi Madali qovog'ini uyib. "Juda soz, unda mening kabinetimga marhamat qilsinlar. Aytgancha."
Vrach endigina ketmoqchi bo'lgan yigitlarga yaqin borib, nimalarnidir uqtirgan bo'ldi. Nima deganini Madala eshitmadi. Analizlar topshirib bo'lingach, Madalani palataga olib kirishdi. U yerda birgina jinni orqasini osmonga qilgan holda boshini karavot temiriga mahkam tirab, astoydil xurrak otardi. Madalaning kulgusi qistadi. Mana bu odam shaxsan Yuriy Dolgorukining o'zlari. Uxlayotgan jinnini Madaliga tanishtirdi shifokor. Umid qilamanki, siz Dolgorukini yaxshi taniysiz, shundaymi? Shu topda Madala ham o'zini rostakamiga jinni qiyofasida ko'rsatgisi kelib ketdi. Nima sababdan shunday bilmaydi-ku, ammo xo'rlik, qiynoq, kamsitish mana bunaqangi masxaralab jinnixonaga eltib qo'yishlari alam qildi chog'i. Birdan qiyofasini o'zgartirdi. Dolgoruki kim bo'pti? Dedi shifokorga qo'l siltab. Bor yo'g'i knyaz bo'lgan xolos. Ha, knyaz bo'lgan juda to'g'ri. Darvoqe o'zlari kim bo'ladilar? Biz Rus shohi Ivan Grozniy bo'lamiz. Qaddini g'oz tutib javob qildi Madala. Sen qarol, gapni ko'paytirmaginda bizga shohona taom keltir. Xo'p bo'ladi, jonim bilan. Silkinib kuldi shifokor. Taom bo'lsa taomda avval yotib biroz orom olsinlar. Yo'q, oldin taom keltir. Buyruqni bajar qarol. Shunaqami? Yaxshi, siz o'tirib turing. Hozir yest qilamiz-da. Shifokor chiqib ketgach, Madala o'zi gapirgan gapdan o'zi ta'sirlanib, ovozining boricha kulib yubordi. Lekin bu dargohda kulguning har qanday ko'rinishi ham anchayin xotirjamlik, e'tiborsizlik bilan qabul qilinardi. Shu bois hech kim chopib kelmadi, unga kelib dag'dag'a qilishmadi. Yuriy Dolgorukiy deya tanishtirilgan yigit oradan 2 soatcha o'tib uyg'ondi. Qarshisidagi karavotda begona odamni ko'rgach, aftini bujmaytirganicha deraza qarshisiga keldi. Aftidan uning Madala bilan gaplashish niyati yo'q edi. Biroq Madalaning qiziquvchanligi tutib, uni suhbatga tutishga intilgisi kelardi. "Xo'y, knyaz, shahringizda ahvollar qalay? Fuqarolaringiz sog'-omonmi?" Yigit birpas savolga javob bermasdan jim turib qoldi. Keyin esa orqaga o'girilib, karavatiga yaqin bordi. Ko'rpa ostidan bir konvert chiqarib, sekin Madalaga uzatdi. "Bu nima? Farmoyishmi?" kulib so'radi Madala. "Ochib o'qisang bilasan." "Yaxshi, o'qiymiz." Madala konvertni ehtiyotkorlik bilan ochdi-da, ichidagi qog'ozga ko'z yugurtirdi. "Sen shu yerdagina sog'lig'ingni tikla" deb yozilgandi maktubda. "Mafiyaning ortidan chopishni bas qil. O'zing uchun maxsus mablag' ajratilishini kut. Bu haqdagi xabarni Dolgorukiydan olasan. Imzo." Madala imzo egasini darrov tanidi. Tanidi-yu, ko'zlari kattaroq ochilib, Dolgorukiyga qattiqroq tikilib qoldi. "Og'ayni, nahotki?" "Indama." Ko'rsatkich barmog'ini lablariga bosib shivirladi yigit. "Sen buyruqnigina bajarishing lozim. Ortiqcha savollar berishni qat'iyan taqiqlab qo'yishgan." "Xo'p, hech bo'lmasa bir savolimga javob ber. Kimsan o'zing? Nega bu yerda yotibsan?" "Bu yerda yotishimning sababini hali ham bilib ololmadingmi? Yo o'zingni go'llikka solyapsanmi? Toki ishing uchun ajratiladigan mablag' haqidagi xabarni yetkazmaguncha shu yerda yotishga majburman. Buyruq shunday." Madala hayron edi. Hamkasblar bir palatada yotsa, bemalol shu yerda ish olib borishsa, tashkilot shu qadar kuchlimi? Har qanday korxonaga ham bemalol kirib bora oladimi? "Haya, men qanday tashkilot a'zosi ekanimni unutib qo'yibman-ku. Buni razvedka deb qo'yishibdi axir. Yirik va o'ta xavfli jinoiy guruhlarni tutishning o'zi bo'lmaydi. Mana, o'zim necha marotaba bin bo'ldim. Shunday ekan, bu yog'iga kallani ishlatib harakat qilmasam bo'lmaydi." "Xo'sh, o'rtoq knyaz." Palata eshigi yonidan o'tib ketayotgan sanitarga ko'zi tushib, Madala atayin ovozini balandlatib so'radi. "Meni taniysizmi?" "Taniganimda nima?" deya tag'in orqasini yuqoriga qilib yotib oldi yigit. "O'zimning tashvishim o'zimga yetib ortadi. O'zga mamlakat tashvishi sira kerak emas menga." "Hoy ovsar!" yanada balandroq ovozda murojaat etdi Madala.
Sen mening mamlakatim fuqarosisan. Shuning uchun kimligimni bilib qo'y. Xo'sh, kimsan? Men kimligimni aytdim. Agar haddingdan oshadigan bo'lsang, hoziroq boshingni taningdan judo qilishim mumkin. Shunaqami? Yigit kutilmaganda karavotdan tushib, emaklaganicha Madalaga yaqin keldi. Bir qoshiq qonimdan keching shohim, umrbod qulingizman. Va sekin boshini ko'tarib ohista shivirladi. Jinnixonadan sal narida qo'shmachi yashaydi. Bugun bir mazza qilmaymizmi, ha? Bu gapni eshitib, Madala hushyor tortdi. Qanday chiqib ketamiz? Navbatchi sanitarga pul beramiz. Hozirgi zamonda olmaydigan odam bor ekanmi? Hammasi ham tirikchilik deb o'tiribdi-ku. Bizni kuzatishayotgan bo'lsa-chi, baloga qolib yurmaylik tag'in. Albatta kuzatishadi, lekin bilib qo'yki, bu ishimiz uchun bizga hech nima deyishmaydi. Qayerdan bilasan? Har qalay, senga nisbatan 1-2 yil ko'proq xizmat qilib qo'yganman, bilaman-da. Qaytib kelsak, ichkariga indamay kiritaverishadimi ish qilib? Kiritmay qayoqqa borishardi? Kiritishadi. Shahardan 1-2 shisha toza aroq olib kelib beramiz. Puling bormi? Bor, dedi Madali cho'ntagini kavlashtirib. Yetadi. Unda qorong'i tushishi bilan qochamiz. Madali karavatiga asta yonboshlarkan, boshqa palatadan bosh shifokorning kimgadir qattiq gapirayotgani qulog'iga chalindi. Menga qara, deya sekin palatadoshini borib turtdi u. Bosh shifokor nimaga baqiryapti? Bu yerdagi ishlarni sen bilmaysan. Shoshilmasang, hammasini aniqlab olasan vaqti kelib. Bilsang ayt, shunchalik sirlimi? Sirli bo'lganda ham shunaqangi sirli. Ishonasanmi? Mana shu shifokor sen kurasha boshlagan tepakalning gumashtalaridan biri edi. Nima? Sen tepakalni qayerdan taniysan? Hali ham o'zingga kelmadingmi? Yo tag'in o'zingni ahmoqlikka solyapsanmi? Qanday qilib tanimay? Men ham bir paytlar uni qo'lga tushirishga urinib ko'rganman, biroq sheriklari pand berishgan. Unda meni ham tanishing kerak. Qani ayt, men kimman? Senmi? Madaliga sinchiklab tikildi yigit. Sen o'sha mishasan. Bekorlarni aytibsan, dedi Madali kulimsirab. Men misha emasman, butkul boshqa odamman, lekin aytmayman. Buning menga qizig'i yo'q. Qizig'i bo'lmasa, boshlagan gapingni davom ettir. Xullas, bu shifokor hech kimi yo'q, alohida kvartirasi bor bemorlar nomidan yashirincha notarial hujjatlar tayyorlaydi-da, keyin bemorga qo'l qo'ydirib oladi. Qarabsanki, kvartira o'z-o'zidan shifokorning nomiga o'tadi, qoladi. Yo'q-e, keyinchi nima qiladi? U yog'ini yosh bola ham biladi-ku. Olisdan kelgan odamlarga pullaydi, ammo noqonuniy. Bilasan-ku, bizning davlatda kvartira sotish mumkin emas. Hammasi davlat mulki hisoblanadi. Bular esa o'sha mulkni ham yo'lini topib pulga aylantirib yuborishdi. Nega tegishli tashkilotlar bilmaydi bu ishni? Bolalarcha soddalik bilan so'radi Madali. Nega bilishmasin? Bilishadi. Afsuski ko'rmaslikka olishadi. Bilasanmi nima uchun? Chunki ularni ham tomoqlarini xo'llab qo'yishadi. Yegan og'iz uyaladi-da. To'xtab tur. Men sekin chiqib o'ralaychi eshikdan. Madali oyoq uchida tashqariga yo'l oldi. O'ngdagi eshik ochiq edi. Sekin yurib bordi-da, ichkariga mo'raladi. Palatada birgina bemor yostiq quchoqlagancha yerga boqib o'tirar. Shifokor esa qo'lidagi hujjatni unga o'qtalib, nimalarnidir uqtirardi. Biroz kutishdan so'ng bemor hujjatlarni qo'liga oldi. Shifokor uning bo'sh qolgan qo'liga ruchka tutqazdi va qayerga imzo chekish kerakligini tushuntirdi. Jinnilar ham yozishni bilishar-kanda, ko'nglidan o'tkazib qo'ydi Madali. Bu yog'ini bilmagan ekanman. Yo'q, kallam ishlab qoldi. Aslida bu odam jinni bo'lmasa kerak. Eshitgandim, har xil kuchli dorilardan berib, sog' odamni ham jinniga aylantirsa bo'ladi. Undan keyin xohlagan qandini yeyaversin. Ifloslari, hali shoshmay tursin. Bushning orqasidan albatta tushaman. U yana oyoq uchida palatasiga qaytdi-da, o'zini karavotga tashladi. Kech tushguncha noma'lum kimsalar Madali yotgan palataga sanitarlar orqali turli mazali ovqatlar tashlab ketishdi. Bularning hammasini u idrok eta boshlagandi. Tashkilotdagilar mehr ko'rsatishyapti.
Ularning sog'lig'ini xavf ostiga qo'ymay, jinnixona ovqatini yeb qo'ymasliklari uchun o'zlari keltirib berishyapti. Bir tomondan shunisi ma'qul, deya chiroyli qilib kesilgan kolbasani og'ziga soldi Madala. U yerdagi ovqatni yeb bo'larkanmi? Xudo biladi, ichiga nimalar aralashtirib qo'yishadi. Ana endi sal esing kirganday bo'lyapti, kuldi palatadoshi. Bu yog'iga hushyorroq bo'l. Vey, boyagi aytgan joyingga qachon boramiz-a? Ko'chaga ishora qilib so'radi Madala. Allaqachon qorong'u tushib bo'ldi-ku. Hozir qorinni to'ydirib olaylik. Axir unaqangi yerlarga faqat to'q qorin bilangina borish kerak. Bilaman, men ham ozmi ko'pmi ko'rganman. Oradan yarim soatlar o'tib, Dolgoruki Madaladan ham 2 o'ntalik chervonni oldi-da, asta yo'lakka chiqdi. Ungacha Madala palatadoshi bergan kiyimlarni kiyib tayyor turdi. 10 daqiqadan so'ng ular derazadan oshdi-yu, hovlidagi devordan ham xuddi shunday epchillik bilan o'tib, to'ppa-to'g'ri qo'shmachining uyi tomon yo'l olishdi. 9 qavatli binoning 8-qavatida joylashgan mo'jazgina 2 xonali kvartirada 10 chog'li turli yoshdagi qizlar yasharkan. Madala uchun bu manzara juda qiziq tuyulardi. Biri do'mboq, boshqasi ozg'in, yana biri uzun oyoqli, novcha. Lekin birday rangdagi badanni ko'z-ko'z qiluvchi xalatlardagi qizlar darhol uning e'tiborini tortdi. Yoshi 50 dan oshsa-da, labiga qalin bo'yoq surtgan, ko'zlariga yashil qalam surilgan qo'shmachi ayol ularni ichkariga olgach, tashqari eshikni odatiga ko'ra qulflab qo'ydi. 2 sherik oshxonaga o'tishdi, chunki Dolgorukining aytishicha avval narxini kelishib olishlari zarur ekan. Shu payt ularning oldiga oppoqdan kelgan, uzungina sochlarini yoyib olgan, lablari qalin bir suyuqoyoq chiqib keldi-yu, Madalaga tikilib qoldi. Voy, Misha, nahotki bu sen? Kutilmaganda 2 qo'lini yelkasiga qo'yib, ko'zlarini chaqchaytirdi u. Madala biroz o'zini yo'qotgan ko'yi yelga qisgancha indamay turardi. Meni tanimadingmi? Yon tanimaslikka olyapsanmi? So'radi qiz. Siz kimsiz o'zi? Uni o'zidan itarib, ortga chekindi Madala. Ko'rishmaganimizga atigi 1 yilgina bo'ldi-ku. Men Sabinaman. Tushunyapsanmi? O'sha Sabinaman. Men hech qanaqangi Sabinani tanimayman, dedi Madala. Siz meni kimgadir o'xshatyapsiz shekilli? Yo'q, seni juda yaxshi tanib turibman. Eng shirin lahzalarni birgalikda o'tkazganmiz axir. Ha, bu yerdaligimni ko'rib achchiqlanding, shundaymi? Madalaning g'alati ahvolga tushib qolganini ko'rgan Dolgoruki kulib suhbatga aralashdi. Yaxshi qiz, do'stimni to'g'ri tushuning. Og'ir kunlarni boshidan kechirgan. Shuning uchun tanimayotgan bo'lishi mumkin. Keyin eslaydi, ha, albatta eslaydi. Yur ketamiz, dedi qiz Madalaning qo'lidan tortib. Meni kechir, seni yo'qotganimdan keyin tirikchilik sal og'irlashib qoldi. Bilasan-ku, qarindosh urug'im yo'q bu shaharda. Nima qilay? Ilojim qolmadi boshqa. Yur jonim, ketamiz. Menikiga boramiz. Hammasini gaplashib olamiz. Madala nima qilarini bilmay sherigiga ma'noli boqdi. Yigit ham tushundi chog'i boshi bilan sekin imo qildi. Mayli, sen boraver, dedi Madalani tashqariga itarib. U yog'ini o'zim to'g'irlab qo'yaman. Qara, maishat senga tekinga tushadigan bo'lib turibdi. Boravermaysanmi? Voy, Sabina bu nimasi? To'satdan ularning yo'lini to'sdi qo'shmachi. Kelgan mijozni nega sudrab qolding? Ketgin kelsa bor o'zing ketaver. Bu yigitga tegma. Ishingiz bo'lmasin. Uni jerkib berdi Sabina. Bu mening sevgilim, bildingizmi? Biz endi siznikida qola olmaymiz. Unday bo'lsa, bugundan boshlab qorangni ko'rmay, qanjiq. Yo'qol, tezda qorangni o'chir. Madala garchi ikkilanib turgan bo'lsa-da, qo'shmachining vajohatini ko'rib majburan qizning ortidan ergashdi.